Hammaga assalomu alaykum. Bugun Fashion Forum doirasidagi navbatdagi intervyuimizni boshlab olamiz. Bugungi intervyu tikuvchi va dizaynerlar uchun koni foyda intervyu bo'ladi. Agar siz o'z brendingizga asos solib, atelyeningizni yoki showroomingizni ochmoqchi bo'lsangiz, ishlab chiqarish sohasida daromadingizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, bugungi intervyu aynan siz uchun. Tikuvchilik sohasida daromadini oshirmoqchi bo'lgan tikuvchi, dizayner va ishlab chiqaruvchilar mahsulotini o'zini tikib tayyor qilib qo'yganini o'zi bu mijozlar darrov sotib oladi deganimiz. Hozirgi kunda marketing sohasida o'zini brendini rivojlantirib, unga nom topib, logo qildirib, uni chiroyli qadoqlab, chiroyli upakovkalarda taqdim etmasa va brendini himoya qilib, u haqida qayg'urmasa, bu brend uzoqqa bora olmaydi. Bugungi intervyuimizda aynan shu savollaringizga eng to'liq javoblarni olasizlar. Chunki bugungi intervyuda biz shunchaki o'zimizning fikrlarimizdan kelib chiqib maslahatlar bermaymiz, aynan sohani vakillarini, yetuk mutaxassislaridan sizlarga maslahat va konsultatsiyani taqdim etamiz. O'z brendingizga nom topish, logo tayyorlash va brend buklarni tayyorlash uchun D-Media asoschisi, D-Designer Dildora Jalilovadan bilim va tajribalar olasiz. Bundan tashqari, o'z mahsulotlaringizni professional qadoqlash bo'yicha O'zbekistondagi nomer 1 va ishonchli kompaniyalardan, Ishonch.uz vakillaridan bilim va maslahatlar olasiz. Siz o'z brendingizga nom topdingiz, logo qildingiz, uni brend buklaringizni tayyorladingiz, lekin bu brendingizni himoyalamasangiz, bu brend uzoqqa bormaydi. Shuning uchun sizlar uchun aynan brend patentlash bo'yicha patentlash markazidan maxsus bilim va tajribalarini olasiz. Va eng asosiysi, hozirgi paytda showroom yoki atelye ochmoqchi bo'lgan dizaynerlarimiz uchun showroomlarni chiroyli ko'rinishga keltirib beradigan va liboslarni kiydirib, ularni fotosessiya qilishga yoki bo'lmasam mijozlarga taqdim etish uchun foydali bo'ladigan Maneken UZB asoschisi Imandan ham siz bilim va tajribalarni olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, boshlaymiz. Soha vakillaridan ketma-ket bilim va tajribalarni olishga tayyor turing. Demak, biz birinchi intervyuimizni boshlaymiz. Biz hozir D-Media asoschisi Dildora Jalilovani yonlaridamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Dildora opa, sizni ko'pchilik D-Designer sifatida taniydi va bilamizki, juda ham ko'p mashhur brendlarga logolarini yasab bergansiz, brend buklari ustida ishlab bergansiz. Bugun sizga aynan tikuvchi, dizaynerlar atelyesini ochmoqchi bo'lgan dizayner, tikuvchi va ishlab chiqarish egalari uchun foydali bo'ladigan tajribalaringizni olishimiz kerak bo'ladi. Bunga tayyormisiz? Albatta. Qo'limdan kelgancha ularga to'g'ri maslahatlarni, ya'ni brendlarni yana-ham rivojlantirish uchun foydali maslahatlarni berishga harakat qilaman. Ko'pincha masalan har xil dizaynerlar bilan ishlab ko'rganmiz. O'zimda ham ko'p shogirdlar masalan atelye ochmoqchi bo'lgan, o'zini showroomini yoki bo'lmasam ishlab chiqarishini qilmoqchi bo'lganlar va ular dizaynerlar bilan aynan logo qildirmoqchi bo'lsa, nima bo'lmoqchi bo'lsa, ular aytishadi, nima xohlavas, bo'ldi, o'shani chizib berishadi. Yoniga masalan lola qo'shib, lola deb yozib bering yoki bo'lmasam gul qo'shib, gullola deb yozib bering. Shunaqa aniq zapros berish kerak. O'zidan o'ylab, ijod qilib logoni yasab beradigan, brend bukni taqdim etadigan dizaynerlar juda ham kam. Siz aynan tikuvchi dizaynerlar endi showroomni ochmoqchi, nomini topmoqchi, nimadan boshlashni maslahat berasiz? Va siz ishni nimadan boshlaysiz? Sizga shunaqa buyurtma tushganda. Har bir mijozimiz menga murojaat qilishganligida avvalambor men aynan shu biznesni egasini, ya'ni brendni qadriyatlaridan kelib chiqqan holda ularga marketingoviy strategiyalar orqali ham maslahatlar beraman. To'g'ri aytasiz, juda ham ko'p menga murojaat qilayotgan mijozlar fokuslarini aynan bitta dizaynga qaratib kelishadi. Ya'ni ular bu dizaynga ideyani qayerdan olishadi? Raqobatchilaridan. Dildora opa, aynan shunaqa dizayn qilib bering deyishadi. Lekin bu eng katta xato hisoblanadi. Chunki biz brendni yaratishimizdan maqsad, logotipni, dizaynini yaratishimizdan maqsad kuchli raqobatchi bozorda ajralib turish. Va mijozni albatta qadriyatlardan kelib chiqqan holda, raqobatchilarni o'rgangan holda brief savollar beriladi. Albatta har bir mijozga. Endi so'ramoqchi edim, qadriyatlarni qayerdan bilasiz deb. Brief savollar, albatta, brief savollar beriladi va shu savollardan kelib chiqqan holda hattoki kelgan mijoz определенный dizayn bilan, ideyasi bilan kelishadi.
brief savollardan kelib chiqqan holda ularni savollariga berilgan javoblardan qarab yaratilgan dizaynda keyin to'xtashadi. Dildor opa, to'g'ri, men noto'g'ri dizayn tanlab kelgan ekanman. Maslahatlaringizni endi mana tushunmayapman deyshadi. Eng katta xatoligi qaysidir raqobatchilarning dizaynini takrorlash. Ya'ni juda ko'p, nafaqat dizayner, fashion dizaynerlar, balki qaysidir brend egalari ham известный brendni logosidan qaysidir частini olishni xohlashadi. Mana shunaqa darajaga yetdim. Bu eng katta xatolardan bittasi. Balkim yaxshi tomoni ham bordir buni yoki hech qanaqa yaxshi tomoni yo'qmi? Bizni nima uchun brend logotip yaratamiz? Aynan brendni raqobatchilardan, shu kuchli bozorda raqobatchilardan ajralib turish maqsadida. Ya'ni u hech kimga o'xshashi kerak emas. Birinchi o'rinda mijozlar bizani brendimizni dizayniga ko'z tutishadi. Ya'ni upakovka dizaynga, oddiy qilib misol qilib aytganda, kelgan mahsulotga. Birinchi bo'lib bizni mahsulot sotib olganimizda upakovka dizaynga, keyin mahsulotning sifatiga ahamiyat beramiz. Va shunda mijozlar ham именно minimalistik logotiplarga, ya'ni o'sha aytganingizdek dizayner oldiga kelganda qanaqadir gullar yoki korona yoki albatta brilliant qo'yib bering mani brendimni oldiga deyshadi. Yoki dizaynerlarda eng ko'p tekkan kasal maniken qo'yiladi. Manekenda, bu eng katta xato. Maniken o'zi menimcha ancha yillar oldinda qolib ketdi orqada. Albatta. To'g'ri, brend yaratilayotganda bu qadriyatlarini, bu brend nimaga asoslanganligini ma'nosi kelib chiqishi kerak. Lekin mana oxirgi 10 yillikda minimalistik logotiplarga juda ham sпрос katta. Ayniqsa men faqat chet O'zbekiston biznes egalari bilan, balki chet davlatlar bilan ham hamkorlik qilaman, biznes egalari bilan. Ular asosan minimalizm kategoriyada zakaz berishadi. Albatta qadriyatlardan, uning ichiga shrift, identikasi, uning ichiga ranglar kiradi. Uning ichiga element, ya'ni ma'noli ortiqcha hech qanaqa elementlarsiz logotip yaratilishi kerak. Va albatta o'sha aytganimdek insonlar bizani oson esda qoldirish uchun minimalizm kategoriyada albatta maslahat berardim dizayn yaratishlarini. Dildor opa, qarang, oldinlari masalan atelyelar deylik, har xil bizneslarda, mayli, turetskiy kiyimlar sotadigan magazinlar sifatida ko'rib chiqaylik yoki bo'lmasam shani showroom atelyesi borlagan. Juda ham ko'p magazinlar bo'lgan va o'zini shaxsiy logosi bor va nomi bor magazinlar juda ham sanoqli bo'lgan. Masalan 5-10 yil oldingi paytda aytmoqchiman. Va bitta kimdir o'zini brendini asos solib qolgan, masalan shunchaki atelye deb yozib qo'yilgan bo'ldi. Shunda ham ishlagan u atelyelar, yaxshi daromad qilgan. Va bitta ikkita atelye egalari brendini nomini qo'yib, logosini qo'yib, sekin-sekin qilishni boshlashgan. Lekin hozirgi kunda logosiz, brend nomisiz bu xuddi обязательный narsa bo'lib qoldi. Albatta. Bu ajralib turish tugur, agar qilmasangiz shunchaki ancha orqadasiz degani. Biznes nol bilan teng degani. Atelye bo'lgandan keyin qarang, shu savolingizga javob beraman. Oddiygina atelye so'zi bilan mayli определенный auditoriya, ya'ni mijozlarga xizmat qilishgan. Lekin bizda ham O'zbekistonda ham shunaqangi hozirgi kunda umuman rivojlanish kattaki, har bir biznesda hattoki eng kichkina futbolgerlar deylik, raqobat juda ham kuchli. Raqobatchilardan biz qanaqa ajralib turamiz? Ular qilishyapti, nima uchun biz qila olmaymiz? O'zbekistonda ham mana bizda juda ham hozirgi kunda sharoitlar ko'p, rivojlanayotgan ayollar ko'p. Shu Gucci, Louis Vuitton brendlari bormi? Известный brendlar. Bizdan ham xuddi shunaqa kategoriyada, shu darajaga chiqishi mumkin atelye egalari ham, umuman fashion dizaynerlar, umuman xohlagan biznes vakillari ozgina harakat qilish kerak. Albatta brendning ustida ishlash kerak. Brend nima uchun yaratiladi? Bu bizani tanitish uchun. Bu marketingoviy strategiya hisoblanadi. Reklamada biz faqat mahsulotimizni, biz ismimizdan, brendimizdan nomimiz bilan, jarangdor nomi bilan tanilamiz. Albatta brend yaratishda uning identikasi, ya'ni nomi, jarangliligi qisqa va dizayni juda ham katta rol o'ynaydi. Atelye, qaysi atelyega bordingiz, qaysidir magazinning oldidagi atelyega bordim demaydi, brend nomi bilan. Va yana bitta juda ham yaxshi maslahat berib o'tgim keldi. Har bir mijozlarim bilan doim marketolog asli marketolog bo'lganim uchun kerakli maslahatlar berib o'taman.
oddiy atelye bo'ladimi? Ular bilasizmi, juda ham ko'p o'zimiz ham masalan tiktiramiz, juda ham ko'p ahamiyat beraman va maslahat beraman. O'zlarini albatta logotiplarini, brendlari nomini va dizaynini chiqarish. Oddiy tovarni tikib mahsulotni topshirgandan ko'ra o'zini birkasi bilan, brendini nomi bilan, chiroyli upakovka bilan. Biz mahsulot sotmaymiz hozirgi kunda. Biz emotsiya sotamiz. Emotsiyamiz orqaligina mahsulotlarni sotamiz. Albatta zamon talabi, zamon juda shiddatli darajada rivojlanyapti. Shuning uchun ham raqobatchilarni oldida. Ular zo'r biznes qilyapti, oboroti zo'r. Biz nima uchun uni qila olmaymiz? Avvalambor ilm ozgina bo'lishi kerak marketingdan ham, o'sha biznesni rivojlantirish uchun yoki marketologlar bilan qo'shimcha ishlash kerak. Albatta brendini nomi va logotiplari bo'lishi kerak. Bu bizning mahsulotimiz, masalan, atelye, fashion dizaynerlar har xil kiyimlar, har xil strukturadagi zakazlarni topshirishadi, tikishadi. Lekin men shim tikaman deb tanilishmaydi. Men ko'yni tikaman deb reklamaga chiqishmaydi. Ular brendi bilan tanishadi. Mana nima uchun brend, logo, dizayn bu brendimizning nomi qanchalik darajada bizani qisqa qilib aytganda, oddiy qilib aytganda biznesimizning yuragi. Oldinlari masalan juda ham o'sha yana 5-10 yil oldinga qaytamiz. O'sha paytda masalan men endi turmushga chiqqanimda qaynonamlar bitta mahallada General Uzoqovda bitta podvolda bitta xalatni $100 tikadigan 10 yil oldin bu katta naqa edi. $100 tikadigan atelyega o'zligisiga xalatlar tiktirishgan. Oddiy xalat, zamokli, prosta xalat. Shunchaki ular turetskiy aksessuarlar ishlatishardi, yaxshi qimmat materiallardan ishlatishardi va tikish nimasi oddiy tikuvchilardan yaxshiroq hisoblangan. Masalan, o'sha atelye uyni ichida edi, podvolda edi, lekin juda ham qimmatga o'sha vaqtda tika olardi. Men ularni ismlarini ham eslab qolmaganman, to'g'risini aytsam, o'ziga o'sha brendini qilgan. U qanaqa ma'noda nomsiz, logosiz brending deyiladi. Bu aslida eslab qolish va shu o'ziga bo'lgan hurmatni, avtoritetni ishlab ola olgan. Va o'sha paytda agar brendinga nom topib, logolarni ustida ishlab, o'zi bilib bilmay qilgan bo'lganda, hozirgi paytgacha u nima juda ham kuchli bir brendga aylangan bo'lardi, albatta. Bu 10 yil oldin deyapsiz. 10 yil oldin bunchalik hozirgidek raqobat kuchli bo'lmagan. Va o'sha paytda shunaqa endi оборотлigi zo'r bo'lgandirki, O'zbekistonda tanilmasa ham узкий auditoriyaga tikilgan va qimmatga tikilgan. Plusi qimmatga tikilgan. Lekin hozirgi kunda siz nafaqat O'zbekistonda, balki chet davlatlariga ham eksport qilishingiz mumkin. Mana nima uchun biz turetskiy brendlardan sotib olamiz? Brend darajaga ko'tarilgan, kачествоsi zo'r, lekin bizni Turkiyadan olib keltiramiz. Lekin biz ham O'zbekistonda ishlab chiqarib, brend darajasiga tanilib, albatta u brend darajasiga chiqish uchun o'zini brending ustida ishlanishi kerak, logotipi bo'lishi kerak, uning ichiga juda ham ko'p uzoq strategiya, nima deydi, razborlar kiradi. O'sha o'zini qadriyatlaridan kelib chiqqan holda. Hozirgi kunda lekin nomsiz, brendingsiz tanilish juda ham qiyin. Masalan, xuddi boya aytganimdek, biz uyda tikamiz, biz shunaqa ishlar tikamiz, aksessuarlarimizni, качественный turetskiy aksessuarlardan foydalanamiz deb uzoq reklama qilib tushuntirgandan ko'ra, oddiygina brend darajasida sarafanli radio, u paytda endi 10 yil oldin Instagramlar, ijtimoiy tarmoqlar bizda bu darajada rivojlanmagan edi. Va hozirgi kunda esa o'sha brendlarini nomini, logotiplarini qilishsa osonroq tanilishadi va albatta o'sha marketing va strategiyalar bilan. Demak, Dildor opa, hozirgi paytda atelye yoki ishlab chiqarish egalari shunchaki mahsulotni o'zini ishlab chiqarishi yetmaydi va logo yoki bo'lmasam o'zini brendini, nomini topib, unga brend bukli qilib, brendini ustida ishlashi, bu faqatgina ularni hammadan ajralib tepaga chiqarib qo'ymaydi. Shunchaki qilmasa bozordan orqada qoladi va eskilik sarqitimi nima deydi? Bu zamondan qolgan talabi. Insonlarning talabi. Insonlar tanilgan brendlarga intiladi. Hattoki u qimmat bo'lsa ham. Zato bu emotsiya. Masalan, brendi tanilmaganlar bilan brendi tanilganlar mahsulotini solishtirsak, brendi tanilmaganlar mahsuloti juda ham sifatli bo'lishi mumkin. Lekin inson kimni tanlaydi? Brendi tanilgan. Demak, brendi tanilgan va brendi bor dizaynerlar ishonchliroq ko'rinadi. Albatta. Undan tashqari mahsulotini raqobatchilardan qaraganda qimmatroqga sota oladi. Keling Dildor opa, endi hozir biz уже
o'zini daromadiga ega, pul topib turgan dizayner atelyelar haqida gaplashdik. Hozir masalan endi shu dizaynerlik sohasiga kirib, o'zini brendiga endi asos solmoqchi bo'lgan qizlarimizga yoki ayol tikuvchilarimizga, tikuvchilarga umuman maslahat bering, nimadan boshlashsin, o'zligisini qanaqa qilib nima xohlashayotganini bilib olishsin, o'zligini aynan uni ko'rsatib bera oladigan nom topish uchun, logo qilish uchun nimalarga ahamiyat berishsin ular? Birinchi o'rinda qisqa nom, albatta qadriyatlardan kelib chiqqan holda juda ham ko'p insonlar o'zini ismi bilan tanilgisi keladi. Lekin bizda shunaqa murojaat qilishadi, ismlar umuman brendga to'g'ri kelmaydi. Shunaqa vaqtda men oila a'zolarining ismidan 3 xil kategoriyam bor. Naming bo'yicha ham ishlaymiz, chunki naming har bir shriftli, har bir harfli dizayn tanlaydi. Hattoki shunga ham ahamiyat berish kerak. Shunda oila a'zolarini, yaqin oila a'zolarini ismini so'rayman yoki bo'lmasa jarangdor yevropeyskiy nomlar ham so'rashadi. Aynan shu yo'nalishga mosroq, lekin ularning qadriyatlarini ochib beradigan nomlar taklif qilaman. Juda ham muvaffaqiyatli chiqqan juda ko'p fashion dizaynerlar bilan ishlaganmiz. Birinchi navbatda endi dizaynerlik yo'nalishda biznesni boshlayotgan tikuvchilar uchun maslahatim, ular qadriyatlarini bilib olishlari kerak. Ya'ni bitta yo'nalishda ishlab chiqarish, nima uchun o'sha ishlab chiqarish qilishyapti, nima uchun insonlar ularga ishonishi kerak, nima uchun ulardan bu mahsulotni sotib olish kerak. Avvalambor shu o'rinda определиться qilib olishlari kerak. Keyingina logotip dizaynlariga alohida ahamiyat berishlari kerak. Ya'ni qadriyatlardan kelib chiqqan holda, har doim qayta aytaman, qadriyatlardan kelib chiqqan holda dizaynlar. Endi boshlayotgan odamda qadriyat hali bo'lmasligi mumkin. Chunki qanaqa qadriyatda ketishini hali tushunmasligi mumkin. Endi masalan, qadriyat asosan o'sha komanda bilan ishlaganingizda, o'zingiz ham bilmagan holatda shakllanib qoladi-da. Endi boshlayotganda masalan, bitta o'zi bo'ladi, qadriyati bo'ladi, lekin uni hali brendiga proyevit qilmagani uchun o'zida qaysi qadriyatdaligini tushunmasligi mumkin-da. Birinchi boshlayotganda o'sha nom topishga, logo topishga qanaqa nima qilasiz? Nimaga ahamiyat berish kerak? Hali umuman komandasi yo'q uni. Endi ishlab chiqarish qilmoqchi, masalan, определиться qilgan qanaqadir kiyimlarni kolleksiyasini ishlab chiqarishni miyasiga qo'ydi. Shunda ham endi ishlab chiqarish qilayotgan bo'lsa ham, raqobatchilarni o'rganib chiqqan holda eng ideal variantni berishim kerak. Ya'ni ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida. Nom topishdi, qisqa nom, dizaynda chiroyli, minimalistik va albatta uni aynan ishlab chiqaradigan mahsulotlardan kelib chiqqan holda har taraflama to'g'ri keladigan dizayn tanlashda albatta yordam berib ularni dizaynlarini yaratamiz. Hozirgi yoshlar masalan endi o'sha boshlayotgan qizlarimiz ko'pincha bizi paytimizda masalan hozirgi kattaroq dizaynerlar, tikuvchilar, bizi tikuvchilik paytimizda вечерний tikishga zakazmi, keling tikamiz, custom-shimni keling tikamiz yoki bo'lmasam sarpami keling tikamiz deb ishlardik shu sohada. Hozirgi paytda endi chiqayotgan dizaynerlarimiz juda ham yaxshi. Ular o'zini yo'nalishini tanlayapti. Masalan, faqatgina klassik yo'nalishda yoki bo'lmasam abayalar tikaman, liniya qilaman yoki bo'lmasam umri kiyimlarni qilaman yoki shunga o'xshash определенный bitta yo'nalishni tanlashyapti va o'shani o'zini auditoriyasiga moslab kirg'izyapti. Ular o'zi bilmagan holda zo'r marketing strategiya qilishyapti. Bu eng zo'r marketing strategiya. Aynan o'sha yoshlarga endi boshlayotganlarda menimcha yo'nalishi aniq bo'lgani ularni juda bir katta yutug'i va shu yo'nalish atrofida o'zini nomini, logosini yarata olsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Keyin ko'pincha yangi boshlayotganda yoki bo'lmasam necha yillik dizayner bo'lsa ham boshlayotganda boshidan ideal qilishga harakat qilishadi. Bu aslida keyinchalik nomni o'zgartirish, logoni o'zgartirish, ya'ni rebranding qilish bu normal holat, to'g'rimi? Albatta. Hozir shu savolingizdan kelib chiqib, rebranding haqida ozgina ma'lumot bering. Ma'lumot beraman. Juda ko'pchilik rebranding qildirishga qo'rqishadi. Auditoriyamni yo'qotaman, mijozlarimni yo'qotaman, yana yengitdan shuncha etapga chiqib erishdim, brendimni tanitdim, lekin endi yangi dizaynimni qanaqa qilib tanitaman deyshadi. Bilasizmi, nima uchun rebranding qildirish kerak? Oldingi brendlar, ya'ni известный brendlar ham 10-15 yilda rebranding qildirishgan. Hozirgi kunda shu известный brendlar ham
yilda hattoki 2 martalab rebranding qildirayotganlar ham bor. Bunga misol qilib Pepsi brendini ham aytishimiz mumkin. O'tgan yil ham mana rebranding qildirishdi. Avvalambor rebranding qildirganda umuman o'ziga yod bo'lgan dizaynlardan foydalanish kerak emas. Ya'ni o'zini identikasi qoladi, rangi qoladi. Qaysidir elementiga o'zgartirish kiritish ham mumkin. Agarda shu darajada soddalashtiriladi. Soddalashtiriladi. Nima uchun? Chunki aytganimdek, boshida aytganimdek, minimalizm kategoriyaga hozirgi kunda O'zbekistonda ham talab juda ham katta. Brending bo'yicha zakazlardan hozir o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman, oxirgi 3 yillikda juda ham rivojlanish katta. Mana yiliga strategiya bo'yicha qaraydigan bo'lsak, aniq sonlar bilan 88 mingdan ortiq yangi bizneslar yo'lga qo'yiladi O'zbekistonning o'zida. Va ularning hammasi brendingga, ya'ni grafический dizaynerga muhtoj. Nima uchun? Chunki zamon rivojlanyapti, boya aytganimdek. Nima uchun rebrending qildirilyapti? Dizayndan charchamaslik uchun. Ayniqsa bizani asosiy покупательlarimiz, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar hozir juda ham rivojlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda brendimizni tanitamiz. Biznes profillarimiz bor. Asosiy auditoriyamiz yoshlardan iborat. Ular rivojlanyaptimi? Mijozni yo'qotmaslik uchun, ya'ni biz mijozlardan kelib chiqqan holda mahsulotimizni ishlab chiqaramiz, dizaynimizni ham shunga yarasha qilamiz. Chunki biz nimadan pul topamiz? Biznesimiz mahsulotlarimizni sotuvi orqali va mijozlar ham zerikib qolishi kerak emas. O'sha zamon rivojlanganligi uchun, talab kattaligi uchun rebranding qildirishga juda ham ko'pchilikning moyilligi bor hozir. Demak, hozir masalan siz o'ylab, men o'zimni atelyemga egaman, o'zimni brendimni nomimni ham topganman, logolarimni qildirganman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, sizni rebranding qilish vaqti kelgandir balkim. Bitta logoyingizga qarab ko'ring. U agar jimjimador yoki bo'lmasam eski yoki qanaqadir yangilik xohlayotgan bo'lsangiz, aynan shunda bu bilimlarni siz olishingiz mumkin. Chunki biz o'zimiz ham yaqindagina rebranding qildirdik. Sizni o'zingizga qildirdik. Gigumenni alohida yo'nalishini rebranding qildirdik. Bundan tashqari bo'lsa, Gigu Moda Akademiyasini ham, Gigu School'da oldin Gigu Moda Akademiyasiga o'tganimiz uchun aynan dizayner Dildor opamga logolarimizni rebranding qildirdik. O'zimizni xohlagandek chotka qilib berdik. Rahmat. Haqiqatda o'zimni ham qo'ynim to'lgani uchun bir nechta dizaynerlar bilan ishlab ko'rib va aynan sizni yo'nalishingiz bizga tushgani uchun menimcha shu auditoriyalarimizni почти 99% ga sizni yo'nalishingiz tushsa kerak deb sizni tanladik. Har bir mijoz bilan hamkorlik qilishdan juda ham xursand bo'laman. Qo'limizdan kelgancha ayollarni rivojlantirish uchun qo'limizdan kelgancha har bir xizmatlarimizni taqdim etamiz. Dildor opa, hozirgi paytgacha qaysi mashhur brendlar bilan ishlagansiz? O'zingiz sanab o'tsangiz, Voy, juda ko'p. Bizning O'zbekistondan agarda, masalan, Amerikada yursangiz yoki Dubayda juda ham ko'p brendlarni logotiplarni yaratdim. Ko'zingiz tushishi mumkin, lekin O'zbekistonda izvestni brendlardan juda ko'pchilik, ayniqsa food blogger yo'nalishida Tas Cooking, RB Cooking, Mahira Ilizat, Nargiza Baxtiyorova. Agar sanab o'tadigan bo'lsam, juda ham ko'pchilik bilan hamkorlik qilganmiz. Hozirgi paytdagi eng trendoviy brendlar sizga murojaat qilishadi. Albatta, bu bejizga emas, balki men faqat grafический dizayner, men asl soham marketolog, finansistman, finansiy institutni bitirganman. 18 yil bank sohasida shu yo'nalishda ishlaganman va hozirgi kunda ayollarni rivojlantirish uchun kurslar, uslugalarimizni yo'lga qo'yganimizdan keyin bank sohasidan ketdim. Asl sababi ham shu. O'zbekistonda 2000 ga yaqin o'quvchilarim bo'lsa, ayollarni rivoji uchun juda ham ko'p foydali xizmatlarimizni berib kelyapmiz. Qarang, Dildor opa, hozir siz juda ham mashhur brendlarning nomini aytdingiz. Dildor opa, qarang, juda ham ko'p brendlar bilan ishlaysiz. Demak, mashhur brendlar bilan ishlaganingizdan keyin obunachilarimizda shunaqa taassurot uyg'onishi mumkin. Dizayner uslugalari juda ham qimmat degan. Albatta, bu tajribamdan kelib chiqqan holda men xizmatlarimni sotmayman, men tajribamni sotaman va albatta har bir mijozimizni mendan mamnun bo'lib ketishlari uchun qo'ldan kelgancha ularni xohlagandan-da ziyoda dizaynlarni yaratib berishga harakat qilaman va bu bejizga emas. Shuning uchun ham insonlar aynan meni tanlayotgandir. Va sifatli narsa har doim qiymati baland bo'ladi, qimmat bo'ladi.
Demak, haqiqatda sizlar uchun eng zo'r dizaynerni biz tanlaganmiz, logo qilish, brendlarni tayyorlash va nom topish bo'yicha. Lekin aynan Fashion Forum ishtirokchilari uchun bizani homiylarimizga o'zimizning shartlarimiz bor. Bizani shu Trilliantda bo'lib o'tadigan 12-iyun kuni Fashion Forumda tikuvchi va dizaynerlar 800 ta tikuvchi, dizayner va ishlab chiqaruvchilar qatnashishadi va ularga har bitta homiyimizdan maxsus taklif bo'ladi va aynan dizayner asoschisi, ya'ni Dildora Jalilovadan ham sizlarni logoinglarni rebranding qilishga yoki bo'lmasam noldan tayyorlash uchun maxsus imtiyozli takliflar bo'ladi. Shuni bera olasizmi bizga? Albatta, qo'limdan kelgancha aytganimdek, qanchalik bizani foydamiz tegsa, ayollarimizni rivojlantirishga hissamni qo'sha olsam, bu meni eng nima deydi, oliy maqsadim. Birinchi o'rinda pul emas, balki har bir men bilan hamkor qilgan mijozimni yutuqlarini ko'rish, bu men uchun eng katta baxt. Demak, dizayner agar sizni logoingizni ishlab chiqarishini va rebrandingingizni qilib berishini xohlasangiz, juda ham qimmat xizmatlarni taklif qiladigan dizayner aynan siz uchun, forum ishtirokchilari uchun maxsus imtiyozli narxlarda, juda ham zo'r tariflarda qilib berishadi. Shuning uchun ham aynan Fashion Forumni o'tkazib yubormasligingiz kerak bo'ladi. Har bir brend bu hikoya. Sizga chiroyli logo emas, sizga aynan sizni aks ettiruvchi logo va nom kerak. Buning uchun sizga D-Media vakillari juda ham yordam berishadi. Bugungi tajriba uchun va bilimlaringiz uchun sizga Dildora opa katta rahmat. Har bitta obunachimizga va tomoshabinlarga bugungi olishgan insaytlari juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Inshaalloh yana forumda ko'rishguncha. Xudo xolasa sizga ham rahmat. Agar siz tikuvchilik, dizayn va hunarmandchilik sohasida chuqurroq bilimga ega bo'lishni, o'zingizni brendingizni rivojlantirishni va daromadingizni oshirishni istasangiz, sizni 2025-yil iyun oyida bo'lib o'tadigan Fashion Forumning 3-mavsumida ishtirok etish uchun taklif qilaman. Bu forum shunchaki seminar emas, bu siz uchun qimmatli tajriba, yangi bilimlar, ilhom va real imkoniyatlar maydoni. Nega aynan bu forumni o'tkazib yubormasligingiz kerak? O'z brendini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan o'zbekistonlik va xorijiy tajribaga ega dizaynerlar bir sahnada siz uchun o'z tajribalarini bo'lishishadi. Brend nomini tanlash, logo tayyorlash, sifatli birka va aksessuarlar, patentlash xizmati va paketlar bo'yicha mutaxassislar o'z maslahatlarini berib borishadi. Faqat forum ishtirokchilari uchun maxsus bonuslar va maxsus takliflar shu kuni taqdim etiladi. Marketing, moliya boshqaruvi, soliq tizimi, bank xizmatlari va hunarmand uyushmasidan maxsus maslahatlar siz uchun beriladi. Shuningdek, yangi xizmatlar, kontraktlar va siz kutmagan imkoniyatlar sizni kutadi. Fashion Forum bu tikuvchi, dizayner va ishlab chiqaruvchi uchun haqiqiy xazinali maydon hisoblanadi. Bu yilgi Fashion Forumni 3-mavsumida o'z joyingizni band qilish uchun video tagidagi silka orqali ro'yxatdan o'ting. Fashion Forumda ko'rishguncha. Demak, bizani ikkinchi intervyuimizda mana siz logoingizni tayyorladingiz, brendingizga asos soldingiz, lekin uni himoya qilmasangiz, bu brend uzoqqa bora olmaydi. Aynan shuning uchun Intellektual biznes patentlash markazi bosh rahbari Firdavs aka Halilovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Bugun patentlash bo'yicha eng yaxshi tajribalari bilan bo'lishadilar. Chunki bunaqa ma'lumotlarni menimcha sizga dizayner yoki bo'lmasam brend egasi kelsa ham bittalab berib o'tirish imkoniyati bo'lmaydi. Bugungi intervyuimizda masalan maksimal tarzda o'sha sizlarning mijozlaringizga va bizani forum ishtirokchilarimizga foydali bo'ladigan tajribalarni kutib qolamiz. Albatta. Firdavs aka, birinchi navbatda sizdan so'ramoqchi bo'lgan savollarimiz bor. Brend nomi bor, patentlash shart emas deb o'ylashadi. Ya'ni bir necha yillik brendlar bor, Instagramda ular mashhur, hamma ularni o'sha brendi bo'yicha taniydi, lekin brendi patentlanmagan bo'ladi. Ularga qanaqa ugrozalar bor, xavf bor, masalan, kimdir shunday olib qo'ya oladi, to'g'rimi? Uni shuncha qilgan mehnati, yillab o'sha brendni mashhurlashtirish uchun qilgan mehnatlari bir tenga aylanib qolishi mumkin. Shunaqa. Endi Gulchehra opa eng asosiy savollardan birini berdingiz hozir. Brend patentlash hozirgi paytda aytmoqchiman 3 yil bo'ldi, juda ham rivojlandi mana shu 3 yil ichida. Sababi ijtimoiy tarmoqlar rivojlandi. Misol Toshkentda qanaqadir brend asosida ishlagan tadbirkor, deylik, vohada yoki vodiyda ham shunaqa nomda boshqa bitta tadbirkor anchadan beri ishlaydi, lekin bunaqa nom borligini bir-birini xabari yo'q. Lekin hozir mana ijtimoiy tarmoq rivojlandi, hamma o'zini blogini yuritadi,
profil ochib uni reklamasini beradi. Har qanday tadbirkor o'zini brendini Instagramda, Telegramda shunaqa nom bormi yo'qmi bittada baribir izlab qidirib ko'radi tabiiy hol. Mana bunaqa nom bu yoqda bor ekan, bu viloyatda bor ekan degan keyin ko'rib patentlashga tushadi. Lekin u balkim 20 yildan beri ishlar, ancha yildan beri, lekin 1 yil bo'lgan balki viloyatda ochilgan. Undan oldin patentlab qo'yadigan bo'lsa, patentlash shunday asosiy bitta jarayon bor. Kim birinchi ish faoliyati boshlaganligi emas, kim birinchi patentlab davlat ro'yxatidan o'tkazganligi muhim. Shuncha isbotlab bera olmaydi. Voqliroq boshlaganini. Yutib chiqish mumkin, bu lekin juda ham qiyin. Deylik, advokat gaplashadi, sud jarayonlari, bunga ketadigan xarajatlar patentlashga ketadigan xarajatdan ancha katta bo'ladi. Mana shu narsa hozirgi paytda juda ham muhim bo'lib qoldi. O'sha uchun hozir ko'p tadbirkorlar patentlashga e'tibor qaratishyapti. Bizga ko'p katta brendlar keladi. Даже u nomlar band. Boshqa bitta biz tanimaydigan odam nom tarafdan patentlab qo'ygan. Ular keyin borib rozilik xati olishga harakat qiladi. Ular katta summa so'raydi, biladi. Bunday holat juda ko'p bo'ladi bizning ish jarayonimizda. O'sha uchun birinchi navbatda ish boshlashdan oldin, nom tanlashdan oldin uni brend patentlanganmi yo'qmi tekshirib ko'rish kerak. Chunki hozir blogerlarga katta pul sarflab, reklamalarga katta pul sarflaydida, endi ish boshlagan paytda keladi boshqasi. Mana brendimni ishlatibsiz, olib tashlang deb. Shuncha qilgan xarajati bir pul. U yana endi boshqa nom topib, boshqatdan reklama qilib, boshqatdan blogerlarni gaplashishga to'g'ri keladi. Mashhurligiga erishish kerak bo'ladi. Demak, nom topgandan keyin logo qildirib qo'yishdan oldin bu nomni tekshirib olib, keyin o'zlashtirish tavsiya qilinadi. Shunaqa. Bo'lganmi shunaqa nimalarda sizlarning tajribalarda bo'lib qolgan nimalar? Juda ko'p. Endi hozir men nomlarni aytadigan bo'lsam, baribir ular ko'rsa bizdan xafa bo'lishi mumkin. Bunaqa juda ko'pchiligimiz taniydigan katta mashhur brendlarda buni holat ko'p bo'lgan. Borishganda keyin ularni endi ko'pchilik taniydi. Oddiy patentlab qo'ygan odam katta pul so'rashgan. Keyin bir qo'shtirnoq ichidagi shunaqa biznesmenlar bor. Bu patentni yaxshi tushunishadi. Yaxshi ishi yurib turgan brendlarni patentlab qo'yib o'z nomiga ularga sotish holatlari ko'p kuzatiladi. Ularning ishi shu. Ular tekinga berib yormaydi. Katta pul evaziga sotadi o'ziga. Hozirgi paytda masalan dizaynerlik sohasida ham, tikuvchilik sohasida ham juda ham ko'pchilik mashhur brendi necha yildan beri o'zini brendiga ishlab kelayotganlar bor. Demak, ularda ham yaxshigina xavf bor. To'ppa-to'g'ri. Bizning tadbirkorlarimizda gaplashganimizda patentni ko'pchilik tushunishmaydi. Qanaqa? Bu haqida ma'lumotlar yo'q. Sababi MTJ ochishganda bo'ldi, men MTJ ochdim, bu nom meniki deb o'ylashadi. Aslida unaqa emas. Misol uchun deylik, o'sha Gigu deb misol sizni olaylik. Gigu deb MTJ ochdingiz, yagona darchidan. Ertaga yana boshqa bitta odam boradida Gigu 3.7 yoki Gigu nimadir qo'shimcha qo'shadi, u ham MTJ ochadi bemalol. Bu muammo bo'lmaydi. Lekin patentda unaqa emas. Giguni patentlab qo'ygansiz, siz hech kim ertaga Gigu deb yoniga qanaqadir qo'shimchalar qo'shib ishlatishga haqqi yo'q. Boshqa tarafdan keladigan bo'lsa, men hattoki o'zim shu Gigu nomini patentlamoqchi bo'lganimda, Gigi, keyin Gigi kosmetik vositalari, kosmetologiya butun dunyoda borligi uchun menda qiyinchilik tug'dirilgan. Birinchi отказ olganmiz, keyin apellyatsiya berib boshqatdan qayta olingan Gigu nomi. Chunki o'sha paytda Gigi talaffuz jihatdan ham o'xshash bo'lganda bir-biriga. Deylik, G harfini o'qilishdan J deb o'qiladi, o'sha holatda deylik Gigining talaffuzi hamma fonetik jihatdan o'xshash bo'lish kerak emas bir-biriga brend nomlari. Ko'p tadbirkor tushunmaganda biz deylik aloqaga chiqadi xodimlarimiz. Bo'ldi, meniki kimdir olsin, men yoniga bitta qo'shimcha qo'shib ishlataveraman deydi. Aslida unaqa emas. Demak, bu juda ham mukammal sistema ekan-da, naborat yaxshi. Siz o'zingiz agar brendingizni patentlab olsangiz, siz himoyada ekansiz, haqiqiy himoyada ekan, tushunishim bo'yicha. Oddiy deylik, hozirgi paytda Instagramda deylik jonli bir 10 ming yoki 20 ming obunachisi bor, Instagram profillar ham deylik katta pulga sotishadi-yu, jonli obunachisi bo'lsa. U hech qanaqa himoya qilinmagan oddiy bitta akkauntni shunaqa katta pulga sotasiz. Endi siz brendingizni patentlab qo'yadigan bo'lsangiz, mabodo ertaga bu brendni sotmoqchi bo'lgan taqdiringizda ham bemalol katta summaga sota olasiz, xohlasangiz. Sizga bu faqat nima deydi? Himoya emas, ertaga bu sizga tayyor biznes, u rivojlanadi, sizga pul olib keladi ertaga. Xavfsiz biznes. To'ppa-to'g'ri.
keyin Firdavs aka ko'pchilik o'ylaydi brend patentlash bu katta pul summa evaziga bo'ladigan narsa. Men uchun hozir bu ortiqcha xarajat deb o'ylashadi. Shu brend patentlashga ishlatilinadigan summa uni unga nima beradi? Bu investitsiyami yoki ortiqcha xarajatmi? Nima beradi? Yoki bo'lmasam kelajakda naborot bo'lishi mumkin bo'lgan qaysidir xarajatlardan oldini olishmi? Nima deb tushunasiz shu brend patentlashga kiritilgan pulni? Oddiy misol, biz bir tadbirkorga chiqqanmiz o'zimiz taklif bilan, katta brend bo'lgan. Ba'zidan tekshirganimizda hali patent qilinmagan. Keyin xodimlarimiz aloqaga chiqib, keling brendingizni biz patentlab beramiz deyishganda, yo'q, menga kerak emas deyishgan. Keyin ko'p bir oy o'tmasa o'zlari aloqaga chiqishdi. Chunki boshqa bittasi patentga topshirib, o'sha ularga ataka qilishni boshlabdi. Bu nom bizga tegishli, biz patentga topshirdik, olib tashla. O'sha paytda u odam boya aytgan savolingizga javob, biz aytgan narxdan qochgandi. Lekin u odam aslini olganda reklamaga, mana ko'chada osib qo'ygan mana afisha bannerlariga patentga to'langan puldan ancha pul sarflab qo'ygan. Lekin o'sha paytda bu summadan qochdi. Bir oydan keyin bizga chiqishyapti. O'sha summadan ham ko'proq beraman, menga shuni hal qilib beringlar deyishyapti. Asporiz qilish qimmatroqga tushadi. Chunki u hozir u reklamalarni olib tashlasa, boshqa nom topsa, u juda katta summaga tushadi. Bu bir, ikkinchisi muhimi, u qancha mijoz bor, qancha auditoriyani yo'qotadi. Uni bilagan, ishongan klientlari boshqa patentlab qo'ygan odamga tayyor o'tib ketadi. Chunki mijoz bilmaydi, bu Sattor akamniki, bu Asqar akamniki bilmaydi. Brend nomiga qarab farqlaydi. Misol biz ko'chada ko'radigan qancha brendlarning egasi kimligini bilmaymiz, lekin brendni taniymiz. Misol ertaga o'sha brend qaysi viloyatda ochilsa, biz uni filiali deb o'ylaymiz. Filial deb o'ylaymizda borib kiramiz, savdo qilamiz. Chunki ishonamiz u brendga. Lekin deylik u brendni aslida boshqa odam patentlab qo'yib, asl egasini o'yindan chiqarib yuborgan bo'lishi mumkin. Buni biz ma'lumot bizda yo'q. Aytmoqchimki, bu asosiysi bu brend egasiga ziyon olib keladi. Yana boshqa brend topadi, yana afisha chiqadi, yana reklama qiladi. Oddiy bitta misol, deylik, reklamamizni rangi qanaqadir eskirdi. Biz boshqa reklama chiqarishimiz kerak, o'shani o'ziga ham palon pul ketadi, oddiy reklama qilib chiqarishimizni o'ziga. Biz har bir yilda 2-3 marta shunaqa reklamamizni o'zgartirsak ham patentga to'laydigan puldan ko'proq pul ishlatyapti. Oddiy bitta misol, oddiy. Brend patenti bu eng asosiy katta kerak bo'lgan asosiy ish. Men endi biz ko'p tadbirkorga chiqqanimizda o'sha tushunmaganlik sababini tushunishgan odam birdan u bizni topishimiz shartimiz ularni o'zlari topadi. Oddiy misol, tadbirkor odam o'ziga yaxshi narsalarni ravo ko'radi. Har mana hozir kun issiq, har hafta yo bir oyda bo'lmasa 2 marta dachiga chiqadi. Yo mashinasiga yaxshi benzin qo'yadi. O'ziga deylik, ayoli bo'lsa, ayoliga to'ylarda qimmat ko'ylak olib beradi. Deylik, patentga sarflaydigan pul ancha ko'proq pul xaraj qiladi. Endi mana shu xarajatlarini qoplaydigan, keladigan pul manbai nima? O'sha tadbirkorligida uni. Patentda ishidan, biznesidan. O'sha biznesidan keladigan pul manbaini asosiga bu yaxshi yashashga harakat qiladi. Bu narsalar oldin 5-10 yil oldin yo'q edi, to'g'rimi? Bunaqa xavf yo'q edi, bunaqa nimalar yo'q edi. Hozirgi paytda o'sha xalqqa didi oshib borayotgani, saviyasi oshib borayotgandan keyin bu narsaga sпрос, ya'ni talab kuchayib boryapti. Bu birinchi navbatda avvaldan bo'lgan bu narsa, lekin rivojlanmaganligiga sabab hozir brend nomlari ko'payib ketdi. Deylik, ko'pchilik ayollarimiz, deylik, opa-singillarimiz hech qanaqa deylik ofisi yo'q, lekin ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, Instagramda o'zini brendini yuritadi. Misol uchun, meni ofisim yo'q-ku, menga brend nima kerak deb o'ylashi mumkin ular ham, to'g'rimi? Oddiy ijtimoiy tarmoqda o'zini nomini deylik yuritishyapti-da, yana boshqa bitta odam ochdi. Uni brend patenti bo'lsa, o'sha Instagramda yuritadiganlarni ham bu nom meniki, olib tasha deyish haqqi bo'ladi. Telegram kanallarda, Instagramlarda, hammasida. Rivojlanishiga sabab odamlarda hozir bu narsa, boya aytganimdek, ijtimoiy tarmoqlarda ko'payib ketdi, bir-biriga o'xshagan nomlar. O'sha hamma to'xta, hozir bu misol o'quv markazi bor Toshkentda, mashhur, ular ta'lim sifati zo'r. Ularda o'qiydigan bolalarni oliy ta'limga kirish foizi baland deylik. Hamma tarafdan ularning remonti, ta'lim, hammasi zo'rdi. Marketingi zo'r. Katta pul sarf qiladi. Endi kimdir viloyatda xuddi shu nomni ochib o'quv markazi ochdi. Viloyatdagi bolalar Toshkentga kelish imkoniyati yo'q. Endi ular bilishadi, bu yerda filiali ochilibdi deydi-da, boradi.
lekin umuman boshqa bitta odamniki. Lekin borib ko'rishsinki, ta'lim sifati past. Hamma tarafi u bilan bir xil emas, unga talabga javob bermaydi. Endi bu gap chiqadiki, yetib boradi bu yoqda. Demak, bu o'quv markazi ham o'zi aynishni boshlabdi deydi. Endi bu Toshkentdagi katta pul sarflab mehnat qilayotgan o'quv markaziga ta'sir qiladi. U keladigan mijoz oqimini kamaytiradi. Boshqa bitta odam foydalanganning hisobiga yaxshi ishlayotgan ham o'zini qanchadir miqdor mijozini yo'qotadi. Reputatsiyasiga yomon ta'sir qiladi. Agar uni patenti bo'lmasa, viloyatdagi odamga borib, bu nom meniki, sen olib tasha deyishga haqqi yo'q, chunki unda patent yo'q. Bemalol ishlasa bo'ladi. Demak, Firdavs aka, bundan tashqari faqatgina bu himoya qilish uchun emas, balki masalan tikuvchi, dizayner yoki ishlab chiqaruvchi sifatida o'zini mahsulotlarini ishlab chiqarayotganda brendini patentlash orqali chet el bozoriga ham chiqishda qanaqadir eshik deb bilaman. Nafaqat himoya, nafaqat bu brendni qanaqadir noto'g'ri narsalaridan qochish, balki bu kelajakka va biznes rivojiga ochiladigan eshik ham deb bilaman. Masalan, ishini, mahsulotini eksport qilmoqchi bo'lsa, bizga albatta brend patentlashimiz shart, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Endi misol uchun avvallari ko'pchilik mana bu yaxshi biladiganda shustri tadbirkor yigitlar mana bu domenlarni ham patentlab qo'yganda katta butun dunyoga mashhur brendlarni даже o'zida domenlarni sotib olgan, arzimagan pulga sotib olgan. Bu ham patentga yaqin narsa. Keyin ular O'zbekistonga kirib kelishganda juda katta pulga o'zlariga sotishgan, o'zinikini o'zlariga sotishgan. Misol ko'pchiligimiz hozirgi paytda nom tanlaganda chet el so'zlaridan ko'proq foydalanamiz. Ingliz tili, boshqa tillardagi jarangdor so'zlardan foydalanish holatlari ko'p bo'ladi. Balkim u brend o'sha chetda bordir. Unaqa mashhur emasdir, lekin bordir. Ertaga o'sha brend O'zbekistonga kirib keladigan bo'lsa, bu O'zbekistonda patent olmagan. U undan oldin olib qo'yishi, buni ishini to'sitadi. Bu bor. Ikkinchisi, u ertaga O'zbekistonga tadbirkor chetga chiqmoqchi bo'lgan taqdirda, deylik Qozog'iston yoki mana shu O'rta Osiyo davlatlariga ham filiallarni ochmoqchi bo'lsa, agar patenti bo'lmasa, faoliyat yurg'iza olmaydi. Yo'q, shuncha u yoqqa deylik boshqa nom bilan chiqishga majbur bo'lib qolishi mumkin. Hozir ko'p ishlatamiz, O'zbekistonda boshqa nomda qanaqadir mahsulotni chetga boshqacha nomda sotadi. Buning sababi nima deb o'ylaysiz? Ko'pchiligini chunki u davlatda nomi o'zi patent qilingan, o'zi kech. Hozir O'zbekiston ancha bozori rivojlanyapti. Bizni mana shu atrofimizda davlatlar kuzatadi. Qaysi brend o'sayotgan bo'lsa, ular o'zini davlatda patentlab qo'yadi, zo'r nom deydi. Chunki biladi biz u davlatga kirib kelishimizni qachondir. Keyin katta pulga sotish mumkinligini ham biladi. Hozir o'shanda qaysidir biznesmen, qaysidir tadbirkor yoki brend egasi o'zini brendini patentlashtirishda faqatgina O'zbekiston hududida qiladimi yoki butun dunyodami yoki qanaqadir hududlarga bo'linadimi bu narsa? Qarang, yaxshi savol berdingiz. Hozirgi birinchi bosqich O'zbekiston hududi bo'yicha qilinadi. O'zbekiston bo'yicha qilingandan keyin nima deydi, qaysi davlatga chiqmoqchi bo'lsa, o'sha davlatlarni alohida topshiradi. Aytmoqchimanki, bitta butun bir tashkilot yo'qki, undan o'tdim bo'ldi, butun dunyoga o'tadi degan narsa yo'q. Hukumatga tushib ketadi, butun dunyoda. Uni iloji yo'q o'zi. Eksport qilmoqchi bo'lgan davlatlarga o'sha davlatlarni alohida kiritadi. Misol uchun men Turkmanistonga chiqmoqchiman, Turkmanistonni belgilayman, ularning davlat bojlarini to'layman. Turkman har bitta davlatning o'zini ichki qonunlari, davlat bojlari har xil. Deylik, biz O'rta Osiyo davlatlariga topshirdik, xudo xohlasa sizni brendingizni, balkim siz mana O'zbekistonda muammoga duch keldim dedingiz-ku. Balkim qaysi davlatda bo'shdir, boshqa davlatda banddir. O'sha davlatda patentingiz chiqadi, afsuski boshqa davlatda chiqmasligi mumkin yoki ulardan rozilik xati olib, u yoqdan ham patent olish mumkin. Lekin aynan bitta patentni olib, hamma davlatga o'tadigan patentni olish imkoni yo'q. Masalan, hech kim o'zi niyat qilmasa kerak, kichkinagina atelye ochaman yoki brendimni ochaman de, hamma meni bilishi shart emas. Brendimni ozgina 5-10 so'm topib tursam bo'ldi deb niyat qilmasa kerak. Hamma baribir brendini asoslayotganida, showroomini, atelyesini ochayotganda kattaroq ishlarni rejalashtiradi, masalan, kattaroq niyatlar qiladi. Kerak bo'lsa butun O'zbekistonda taniqli brend bo'laman va chet elga chiqib o'zimni mahsulotimni eksport qilaman deb o'ylashadi, eksport qilaman deb o'ylashadi va bunda patentlash kerakligi, brend patentlash juda ham muhim o'ringa ega bo'lar ekan demak. Albatta. Keyin Gulchehra opa, patentlashda 45 ta kategoriya bor, ya'ni 45 ta yo'nalish bor. Misol uchun ta'lim, o'qitish,
bu 41 ga kiradigan bo'lsa, bu soha umuman boshqa. Deylik, oziq-ovqat ishlab chiqarish, bu umuman boshqa yo'nalish. Oldi sotdi, chakana savdo, biznes, reklama bu umuman boshqa klass. Ya'niki bitta nomni kimdir patentlab qo'ysa, bo'ldi. Bu nom O'zbekiston hududida hamma sohada meniki degani emas. U faqat o'ziga kerakli sohada patentlab qo'yganda, o'sha sohada uniki. Misol uchun, boya siz bilan gaplashgan esingizda bo'lsa, o'sha siz ham Gigoni o'zingizga yaqin sohalarda patentlab qo'ygansiz. Deylik, umuman sizga yaqin bo'lmagan, umuman boshqa bir sohada kimdir faoliyat olib borishga bemalol haqqi bor, patentlashga topshirishga ham bemalol haqqi bor. Qiziq bitta fakt bor. Ferrari'ni hammamiz bilamiz, katta brend. Ferrari 45 ta klassi 44 tasini hammasini olgan. Bitta klass alkogol klassini patent qilmagan. Rossiyada bitta katta tadbirkor o'sha alkogol klassini patentlab katta do'kon ochadi. Bu Italiyaga o'sha Ferrarigacha yetib boradi-da, bular kelib, bu biz patent qilganmiz, bular bilan sudlashadi. Sudda rossiyalik tadbirkor yutib chiqadi, chunki ular o'sha alkogol klassini patentlamagan bo'ladi. Endi nima qiladi? Ferrari katta pul evaziga o'zining brendini o'sha klassni sotib olishga majbur bo'ladi. O'sha kategoriyasini. Misol uchun, deylik, Korzinka brendi hamma klassi patentlab qo'ygan. Hamma klassi. Biz Korzinka brendini deylik faqat oziq-ovqat katta supermarket do'kon deb bilamiz, lekin u ishlab chiqarish hamma sohani patentlab qo'ygan. O'shuning uchun biz ko'chada Korzinka nomini hech qanaqa mahsulotda, xizmat turida o'zidan boshqa odam ishlatganini ko'rmaymiz, chunki qattiq himoyalab qo'ygan. Lekin shunaqa nomlar bor, bitta ahamiyat berib ko'ring. Qo'pol qilib aytganda har xil mahsulot chiqadi. Deylik, shirlik ham chiqishi mumkin, qanaqadir kiyim mahsulot chiqishi mumkin. Shampun, suv. Ular boshqa tadbirkorga tegishli, faqatgina ular o'zining kategoriyasida ishlaydi. Bir-biriga xalaqit qilmagan holda. O'shuning uchun patentga topshirayotganda tadbirkorlarimizga bir tavsiya, ular aynan o'zining faoliyatini, kelajakda qilishi mumkin bo'lgan faoliyat turini ham aniqlik kiritib, o'sha klasslarda topshirishgani yaxshi. Qarang, Firdavs aka, hozir vaziyat chigallashib ketayotgandek his qilyapman men. Ya'ni endi masalan bitta tikuvchi yoki dizayner o'zini atelyesi bor va bu intervyuimizni ko'ryapti deylik va ular aytadilar, "Voy, bu hamma klassda men hozir qilishim shartmi?" deb. Masalan deylik, oddiy atelyesi bor, bitta showroomi bor, tikuvchi yoki dizayner o'zini logosini qildi, nomini belgiladi, o'zini showroomini ochdi, sotuvlarini qilyapti, marketingiga, uni mashhurlashtirishga pul tikyapti. Unga boshlang'ich nima maslahat berasiz? O'sha hamma kategoriyalarda qilishimi yoki qanaqadir yo'nalishda qilib turib, keyinchalik bu narsalarni qo'shsa bo'ladimi? Ularga maslahat tavsiyamiz birinchi navbatda o'zini hozir yuritib turgan o'sha deylik, o'sha nima deydi? Atelye o'sha sohada deylik 25-chi, 24-chi kategoriyaga to'g'ri keladi. Faqat o'sha klass 35 mana bu reklama. O'sha soha yetarli bo'lagan. Keyinchalik agar mana bu sohada ketmoqchiman, o'quv markazi ochmoqchiman, nima desa, ularni sekin-sekin qo'shsa bo'ladi. Shunaqa. Qo'shsa bo'ladi deganda yana noldan topshirishga to'g'ri keladi. Agar ungacha boshqa odam patentlab qo'ymasa. Masalan, endi boshlayotganlarga baribir yengillik tariqasida o'zining sohasi muhim birinchi navbatda. Boshqa sohalarga nima deydi, o'ylab boshlarini qotirish shart emas. Eng hozirgi paytda ular ish boshlagan soha ularga eng muhimroq birinchi navbatda. Xo'p, endi mana noldan endi boshlayotgan, endi ko'tarilayotganlarni nazarida nima qildik? Endi hozir shunaqa mashhur dizaynerlar bor, butun chet elga rasmiy eksport qilmasligi mumkin, lekin chet eldan, butun dunyodan bilasiz bizning adreslarimizni, atlaslarimizni mashhur hisoblanadi. Yevropada ham, Amerikada ham, boshqa davlatlarda va o'zligisini mahsulotlarini shunchaki yuborish orqali, ya'ni rasmiy eksport emas, shunchaki yuborish orqali mijozlariga juda ham ko'p ega. Aynan o'sha rivojlangan, o'zi katta masshtabda ishlayotgan dizaynerlarimizga, moda uylari va brendlarga nima maslahat berasiz? Ular qaysi kategoriyalarda mana chet elga adreslari bo'yicha chiqayotgan dizaynerlarimizga qaysi kategoriyalar bo'yicha patentlash kerak? Tushunarli. Patentlashda bo'layotganda 45 ta kategoriya bu faqat O'zbekiston uchun emas, bu butun dunyo bo'yicha qabul qilingan normativ. Hammada o'sha misol o'sha 25-klass bizda qanaqa faoliyat bo'lsa, deylik, bu hamma davlatda shunaqa bir xil yo'nalishda olinadi. Endi ular agar chetga eksport qiladigan bo'lsa, ularga mana shu 35-klass eng asosiy kerak bo'ladi. Agar O'zbekistonda patent qilishmagan bo'lsa, birinchi O'zbekistonda topshirib olishlari kerak bo'ladi. Boyagi 24 o'sha o'zi kerakli kategoriyalarda, keyin
chetga o'sha ular eksport qiladigan davlatlarni tanlab patentlashga topshirish kerak bo'ladi birinchi navbatda. Endi mabodo hali ularning O'zbekistonda ham patenti yo'q deylik, yoki O'zbekistonda bor yoki yo'q. Agar chetdan, misol uchun Atlas adres faqat bizda emas, menimcha, to'g'rimi? Asosan bizda, lekin Tojikiston, Turkmaniston, bizga yaqin o'rta davlat boshqa davlatlarda ham bor, misol uchun. Deylik, xuddi shu nomda u davlatdan bizga kirib keldi. Deylik, patenti yo'q. Lekin bizda mashhur u brend. Mijoz buni bilmaydi, ular ancha arzonga olib kirib sotishyapti. Buni bozorga katta ta'sir qiladi. Yo bo'lmasa o'zimizda ichki bozor. Deylik, kontrafakt mahsulotlar ko'p. Deylik, oddiy shirinlik sohasida ham, ichimlik suvlar sohasida ham ahamiyat bergan bo'lsangiz va Flavis va anorli suvi sal boshqacha. Biz ahamiyat bermaymiz ko'pchilik. Harfini boshqacha qilishadi yoki Snickers'siz sal mana bu harflarni boshqa qilib sotishadi. Twix shunaqa ko'p holat bo'ladi. Boshqacha. Yoki oliy degan nima bor. Kimdir oki deb chiqadi. Ichidagi mana bu ustidagi etiketka ranglari bir xil, lekin kimdir buni oki deb o'qimaydi. Bunday qaraganda sariq, qora rangmi bo'ldi. Keyingi safar ham o'shani oladi. Lekin bu aslida boshqa tadbirkorniki. Bunga katta ziyon beradi. Nimaga? Do'kondagi sotadigan deylik do'konchilar asl egasidan deylik qimmatga olardi-da, xuddi shuni boshqa bitta tadbirkor ishlab chiqarib unga arzonga sotyapti. Do'konchiga buni qiziqi yo'q. Chunki xuddi shu mahsulot birga bir, lekin bu arzonroq beryapti. Demak, hamma do'konlar undan oladi. Demak, asl katta xarajat qilgan, marketingga pul tikkan, rivojlantirgan, nom tanlagan odam tayyor bitta rivojlantirgan brendni boshqa bitta odam keladi, bu noinsof raqobat deyiladi, kelib, sotib, uni ishiga xalaqit qiladi. Bu degani xuddi bitta bolani tug'asiz, uni yetishtirib katta qilasiz va kimdir ota-ona men buni ota-onasi edim deb olib ketib qoladi degan. Xuddi shunaqa holatda. Lekin hozirgi intervyumiz juda qo'rqinchli ma'lumotlarga to'la bo'ldi. Endi bu narsa hozir bizning tajribada juda ko'p uchraydi, opa, juda ham ko'pchilik keladi, katta xarajat qilib qo'ygan, даже o'zini brendini boshqaga tayyor berib yuborishga majbur bo'lib, keyin boshqa brend topishga juda ko'pchilik majbur bo'lib qoladi, juda ko'pchilik. Juda ko'p. Hozirgi ma'lumotlardan juda ham ko'p o'zimga yangi ma'lumotlar oldim, yangi tajriba. Menimcha har bitta borgan biznes egasiga bunaqa mukammal tarzda tushuntirib bermaysizlar o'zingizlar ham, shunchaki zaпрос olasizlar. Bu eksklyuziv intervyu bo'ldi haqiqatda va bilamizki sizlarni xizmatlaringlar juda ham arzon ham turmaydi, lekin o'zini oqlagan taqdirda ham va aynan Fashion Forumni 3-mavsumida sizlarni homiy sifatida taklif qilyapmiz. Bu homiylarimizni faqatgina homiylik qilib emas, balki bizani 800 ta mo'ljallanayotgan qatnashchilarimizga, keladigan tikuvchi va dizayner, ishlab chiqarish vakillariga maxsus taklif bilan chiqish kerak va aynan sizlardan ham faqatgina bizani forum ishtirokchilarimizga beriladigan maxsus taklif kutib qolamiz. Bu maxsus taklifni forum kuni e'lon qilamiz. Xudo xohlasa hammaga manfaatli, foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xohlasa. Keyin Gulchehra opa, shu o'rinda aytib ketmoqchiman. Tadbirkorlarimiz, hamma tadbirkorlarimizga, o'sha opa-singillarimizga bu maslahat, nom tanlashda ahamiyat berishlari kerak bo'lgan yana bitta narsa bor. Ommaviy bo'lgan, himoya qilinmaydigan so'zlardan qochishlari kerak. Bular qanaqa so'zlar, bunaqa nimalar sirasiga kiradi, buni ko'pchilik bilmaydi. Deylik, misol arzon apteka, to'g'rimi? Arzon so'zi ommaviy so'z. Buni hech kim himoyalab ola olmaydi. Uni patentlagan taqdirda ham uni so'ziga himoya bermaydi. Uni foydasi yo'q unaqa nomlar. Misol uchun restoran so'zlari, choyxona so'zlari, salon so'zlari, bu so'zlar ommaviy so'z. Buni qo'shimcha sifatida faqat ishlatiladi. Uni brend nomi sifatida tanlashlariga maslahat bermayman. Ertaga uni patentlashni o'zi iloji yo'q. Bunga biz yordam bera olmaymiz, chunki qonunchiligimizda bu belgilab qo'yilgan ommaviy so'zlari himoya bo'lmaydi. Chunki bizga juda ko'p brendlarni patentlaganmiz. Men endi nomini aytishim shart emas. Ular nomi himoya qilinmagan. Ularning logotipi himoya qilingan. Bu degani sizni logotipingizni hech kim ishlata olmaydi, lekin sizni so'zingizdan umuman boshqacha logoni ishlatib foydalanganda siz hech narsa qila olmaysiz. Chunki bu ommaviy so'z. Deylik premium so'zi. Premium kimda? Premium degan brend. Hattoki bunaqa narsalarni eng arzoni deyish, eng zo'ri deyishlarni taqiqlab ham qo'yishdimi? Nima bo'ldi? Eng arzoni so'zi ham ommaviy so'z. U so'zni ham hech kim himoya qila olmaydi.
hamma ishlatish mumkin bo'lgan so'z asrasiga eng kiradi. zo'ri degani, premium degani ham hammasi ommaviy so'zlar. Shunaqa ommaviy so'zlar ham sifatni bildiradigan so'zlar himoya qilmaydi. Misol uchun Joyi nomini ham. joy nomlari to'ppa-to'g'ri. Amerika ovqatlari masalan. Viloyat, tuman nomlari, keyin tarixiy joy nomlari, misol Registon so'zi. Uni ham Samarqand darvoza. Ular ommaviy so'z, joy nomlari. Agar unga himoya beradigan bo'lsa, ularga shunaqa huquq bo'lib qoladiki, Samarqandga xush kelibsiz degan so'zni ham yozishga haqqi bo'lmaydi. Shunaqa. O'shaning uchun berilmaydi. Ularga himoya bermaydi. Bu sistema juda ham mukammal ishlab chiqarilgan ekan. Deylik, kiyimlarni qanaqadir dizaynda qilish mumkin, dizaynni patentlash mumkin balkim. Dizaynni xuddiki ko'rinishini bir xil qilib kimdir tikishi mumkin, boshqa bitta odam, to'g'rimi? Bezaklari, naqshlari, ularni patentlash mumkin. O'sha uchun nom tanlashda e'tibor berishsin. Bizga murojaat qilishsa, biz imkon qadar bu bo'yicha yordam beramiz albatta. Endi agar Gulchehra opa sizni nomingizdan kelishganlarga ancha yaqindan yordam beramiz. Xudo xolasa Fashion Forumgacha, forumni o'zigacha biza aynan 800 ta ishtirokchilarimiz uchun homiylarimizdan juda ham maxsus takliflarni yaxshilabgina olamiz va eng chiroyli, imtiyozli taklif berishligisini kutib qolamiz. Bu faqatgina forum ishtirokchilarimiz uchun maxsus bo'ladi. Demak, bugun haqiqatda shokovoy ma'lumotlarni oldik sizdan, aynan Firdavs aka, haqiqatda qo'rqinchli ma'lumotlar ham bo'ldi bu yerda. Buning uchun katta rahmat, haqiqatda eksklyuziv ma'lumotlar uchun. Yana ham to'liq ma'lumotlarni va sizdan bilimlarni Fashion Forum kuni kutib qolamiz. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Demak, bizani 3-intervyuimizni siz tikuvchi yoki dizayner sifatida o'zingizni nomingizni topdingiz, logoingizni qildirdingiz, uni himoyalashga, patentlashga o'zingizni dokumentlaringizni topshirdingiz. Lekin siz mijozga faqatgina kiyim yoki mahsulotingizni tikib taqdim etmasdan, uni chiroyli qadoqlab, zamon talabiga mos brendda yurg'izishingiz kerak bo'ladi. Va ko'pchilikda savol bo'ladi, juda ham katta tirajda qayerda qildirsam bo'ladi yoki bo'lmasam aygen paketga solib topshirib yuborganim yaxshimi deb ham o'ylashligingiz mumkin. Aynan brendovый, o'zingizni brendingizga tegishli bo'lgan paketlar bu sizni brendingizni qadoqlashda yana ham yuqori sifat bo'lib, chiroyli taqdim etishingizga yordam beradi. Demak, bu savollarimizni biza Ishonch Print kompaniyasining asoschisi Bahodir aka va Nazifani taklif qilganmiz. Ulardan hammasini bilib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, sizlar bilan siz Ishonch Print kompaniyaning asoschisi sifatida hozir faoliyat yurg'izyapsiz. Boshqa nimalarga qaraganda ko'p kompaniyalar bilan ishlaganman. Aynan paket zakaz qilish bo'yicha, korobkalar zakaz qilish bo'yicha va juda ham ko'pchilikda shunchaki sizga nima qilib beraylik, logoingizni tashlab bering, mana shu bo'ladimi deyshadi, bo'ldi. Bemalol o'zingizni qulay his qilmaysiz zakaz berayotganingizda, xuddi sizdan tezroq qutulishga harakat qilgandek zakazni olishadi. Sizlar bilan boshqacharoq jarayon bo'ldi. Aynan o'shanisi meni o'zingizga jalb qila oldi. Hozirgi paytda juda ham ko'p kompaniyalar Ishonch Print kompaniyasini ajralib turuvchi tarafi nima deb o'ylaysiz? Avvalambor assalomu alaykum taklif etganingizga. Hozir yaxshi savol berdingiz. Boshqa kompaniyalardan bizni farqimiz eng birinchisi shu, biz bu kompaniyada oilaviy tuzganmiz. Bu kompaniyada meni ayolim rahbar bo'ladi, men asoschi bo'lsam, qizim top menejerlardan biri. Bu kompaniyaga biz mehr berganmiz. Har bir mijozni mehr bilan kutib olamiz. Bizda misol uchun sotuvchi degan anaqa yo'q. Kerak bo'lsa, men o'zim ro'par aka bo'lsam, o'zim sotaman. Asoschi bo'lsam ham. Asoschi bo'lsam ham, men boshlig'iman degan narsa bizda yo'q. Bizda tizim shunaqangi qurilganki, что gorizontal yo'nalish. То есть menga kelgan mijoz menga ham to'g'ridan to'g'ri chiqa oladi. Biz mijozni eshitish bilamiz va uni xohishini va bizani professional xodimlarimizni yordamida biz zo'r takliflar beryapmiz. Ya'ni siz faqatgina biz aytgan narsani, mijoz aytgan narsani to'pi производство qilmasdan o'zingizni fikringizni bildirasiz, konsultatsiya berasiz. Обязательно. Sababiga ko'p keyslar bo'lgan. Agarda misol uchun bir xil payt bo'lgan, esingizda bo'lsa, shu клиент всегда прав degan prinsip bor. Biz ham yoshlikda клиент всегда прав degan prinsipni ishlab ko'rdik, lekin bu o'zining samarasini bermadi. Sababiki klient bizni sohani bilmasligi aniq. Shunaqa hodisalar bo'lganki, oxirida oqibatda olgan mahsuloti yoqmaganda, biz uni sizni aytganingizni qilganmiz.
desak sizlar nimaga bo'lmasa o'tiribsizlar degan savol ham bo'lgan. O'shaning uchun biz keyin prinsipni o'zgartirib biza Tavsiya berish. mijozni eshitamiz, tavsiya berganda ham siz xohlayotgan narsa oxirida nimaga olib keladi, shunga rozimisiz degan narsani tushuntirib, yo'q menga bu to'g'ri kelmas ekan, bo'lmasa mana bu yo'lni qilib yechimlarni qilamiz deb biz. Qadoqlash aslida Bahodir aka emotsiya sotish degani bu shunchaki tikuvchi yoki dizayner yoki bo'lmasam kiyim ishlab chiqaruvchisi faqatgina mahsulotini tayyor qilib tikib qo'yganini o'zi bu biznesini zo'r yurib ketadi degani emas. Hozirgi paytda zamon rivojlanyapti, marketing rivojlanyapti va mijozlar emotsiya sotib olyapti. Mahsulot emas, emotsiya sotib olishi uchun menimcha aynan sizlarning mahsulotlaringlar eng topida desa bo'ladi. Endi xudo xohlasa shunaqa deb o'ylaymiz biz ham. O'zingiz mana hozir aytib o'tdingiz, hozirgi texnologik rivojlangan paytda sifatli mahsulot ishlab chiqarish bu qiyin emas. Bundan 15 yil oldin zo'r mahsulotingiz bo'lsa, sotardingiz, oson sotardingiz. Birinchidan konkurensiya yo'q edi. Aygen paketga solib bo'lsa ham berib yuborsangiz ham olishardi. Talab katta edi, taklif kam edi. Endi hozirgi paytda taklif ham ko'p bo'lgani uchun misol uchun bizning kuchli tarafimizda sifatli mahsulot degan narsa yo'q endi. Ya'ni ajralib turish kerak. Eng ajralish birinchi servis, xizmat ko'rsatish, mijozni tushunib bilish va uni xohlagan narsasini to'g'ri va hamma qilib berish. Va shu bilan bir qatorda o'sha kelayotgan mijozlarni masalan chiroyli qadoqda tavsiya mijozlarni bu masalan dizaynerlar uchun bu qo'shimcha nima bo'ladi? Masalan, arzon 300 minglik ko'ylakni ozgina pul qo'shib mahsulotini chiroyli tarzda bersa bo'ladi. Bu bemalol chekini ko'tarib beradi yoki bo'lmasam qimmat narsani oddiy paketga solib bergani bu uni tushiradi. To'ppa-to'p biz o'zimiz ham bir tomondan mijozmiz qaysidir do'konga. Biz ko'pincha shu qarindoshlarimizga, qaysidir marosimlarga sovg'a uchun narsa olamiz. Har doim olgan mahsulotimizni biz so'raymiz. Salafani bo'lsa yo'q, qog'ozligi bormi, qayerdandir olib, topib qog'ozga solib beradi. Sababiki biz berayotgan sovg'a qilayotganimizda o'zimiz ham xohlaymiz berayotgan mahsulotimiz, o'sha berayotgan brendligini, nima desam, sovg'amiz ko'rimli bo'lishi uchun mijoz qadrdonimiz olganda o'qitib dishini xohlaymiz. Emotsiya olishini. Emotsiya olishini xohlaymiz. Hozir как раз salafan paketlar haqida gapirdingiz. Hozirda butun dunyodagi brendlar ekologiya haqida qayg'urayotganini bu marketing strategiya sifatida ham nima qilishyapti va salafan paketlar sizlarda ham ishlab chiqariladimi yoki bular qanchalik noto'g'ri shu haqida? Salafan paket biz umuman ishlab chiqarmaganmiz, umuman. Biz hozir o'zi bu sohani, ya'niki paket ishlab chiqarishni 14-yilda qo'ygan bo'lsak, yo'nalish sifatida kuchli fokus qilib shu yo'nalishga kuch bergan bo'lsak, biz o'shanda уже 15-20 yilni bilardik, что hammasi qog'ozga keladi. То есть salafanlar bo'lmaydi. O'shani strategiyani qo'llagan holda hozir mana даже hozir kartoni ham borgan sari kamayyapti. Ko'proq kraftga yoki qalin kraftlarga o'tilyapti. Bu hammasi nimaga olib keladiki, unda ishlatilayotgan qog'oz переобрабатываемый. То есть uni yana qayta ishlov bersa bo'ladi. То есть ertaga men bilamanki, shu 5-10 yildan keyin shuning ichida davlat tomonidan ham aytiladi, ekologik mahsulot ishlating, plastmasani ishlatmang deyiladi. O'zingiz bilasiz, plastmas 50-100 mingdan chirimaydigan narsa. Qog'oz buni qayta ishlatsa bo'ladigan narsa. O'shaning uchun bir tomondan biz ham xursand bo'lamiz, shu bizning mahsulotimiz shu qanaqadir ham o'sha tabiatga ham foydasi keladigan. Tabiat haqida qayg'urish bu brendlarni yana ham mustahkamlaydi, ularga bo'lgan ishonchi mijozlarning oldida. Berayotgan mahsulotimiz ham o'sha qayta ishlov bo'lgani uchun ham, misol uchun qanaqadir ko'nglimizda og'riq bo'lmaydi, xursand bo'lamiz qaytadan. Masalan, salafan paketli ishlab chiqarilayotganlar vijdoni qiynalsa kerak. Nadeyimsa. Bilmadim. Bo'lishi mumkin. Demak, unda hammasi qadriyatga bog'liq. Hamma insonning qadriyati. Bizning korxonada ham meni qadriyatim asosida qurilgan. То есть meni qadriyatimga rozi bo'lgan yoki shu qadriyatim biriga to'g'ri kelgan xodimlar bilan ishlaymiz. Asosiysi sizni hozirgi qadriyatingiz bu yaxshilikka, tabiatni asrashga va brend rivojlantirish uchun to'g'ri kelyapti, faqatgina yaxshilikka xizmat qilyapti. Qo'shimcha qilib, eng afzal, eng birinchisi bu halollik, mijozni aldamaslik va o'zimizni masalan mehnatimiz bilan halol pul topish
Bu eng muhimi eng muhimi albatta. shu. Qolganlari shuni ustida уже qurilib oladida. Mijozlarga har xil taklif berishinglar mumkin, to'g'rimi? Sizlar masalan juda ham katta tirajdagi buyurtma bermoqchi bo'lsamgina faqat sizlarga murojaat qilishim mumkinmi yoki mani budjetim chegaralangan bo'lsa va men kamroq tirajda xohlayotgan bo'lsam ham sizlarga murojaat qilsam bo'ladimi? Qanaqa sizlarning xizmatlaringlarni turi? Bizda shunaqangi masalan Sistema. jihozlar borki, bizga imkoniyat beradi. 300 tadan boshlab 100 mingtagacha qilishga. 300 tadan boshlab. Ya'ni men 100 mingta qilmoqchi, tirajda qilmoqchi bo'lsam ham sizlarga bemalol murojaat qilsam bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Lekin budjetim chegaralangan bo'lib, 300 ta zakaz qilmoqchi bo'lsam, 300 ta hamma joyda ham qilmaydi. Yo'q, 300 ta balki qilishardir, balki undan ham kam qildirishardir. Misol uchun 50 ta ham 100 ta ham qilardir. Lekin biz nimaga 300 ta olganmiz? Biz o'shanda ham hisob-kitobimizga qaraganda mijoziga arzon tushish uchun qilganmiz. Ya'niki 300 tasini etaylik, obrazni 3 millionga qildiradigan bo'lsa, deylik, obrazni. 100 tasini qilsa, o'sha narsa 3 million bo'lmaydi-da. Yo'q, 100 tasi qilsa, 2 million 800 ming bo'ladi-da. No 3 bora kamayapti. O'shaning uchun biz optimal varianti shu 300 ta deb qaror qilganmiz. Lekin masalan o'shani olmasdan bozorlardan sotib olib paketga nima qilib bersa ham, bu narsa naborot qimmat ham bo'lib ketishi mumkin. To'g'ri, shunaqa ham bo'lishi Bu mumkin. kerak bo'lsa iqtisod qilish, ya'ni ekonom qilish taraflama ham nima? Bizda yana shunaqa takliflar bor, uzr gapingiz bo'ldim. Bizda tayyor ishlab omborxonaga qo'yilgan paketlar ham bor. Misol uchun siz kelasizda, men endi boshlayapman, menga 50 ta 100 ta kerak, nima qilayin keyin, shu 3 million 4 million pulim ham yo'q deganga biz aytamiz, mana tayyor paket, arzimanga misol 3800 so'm turadi. Xohlasangiz 50 ta oling-da. Xo'p, brendini qanaqa tushiraman? Brendiga biz stiker sizga qilib beramiz. Boshlanish shunaqa qilib ko'ring. O'shandan keyin siz balki qildirishingiz kerak bo'lar, balki misol uchun yo'q, balki shu menga to'g'ri kelar deb qancha 5-6 ming so'mga ham ish bitib ketadi. 50 ta qilsangiz 250-300 mingga bitaveradi ish. Shunaqa taklif ham bor. Demak, sizlar nafaqatgina qadriyatga siz xalq uchun qayg'urishni ham qo'shsangiz bo'lar ekan. Mijozlar uchun yaxshigina qayg'uradigan mehribon bir kompaniya ko'rdim. Endi bizda strategiya shunaqa qurilganki, ya'niki bizani o'sha qilayotgan mehnatimizda hissamizni, ya'ni yangi chiqib kelayotgan, yangi shu biznesga kirayotgan yoki misol tadbirkorlikka kirayotganlarni bilan ishlash, ular bilan birga qo'llab-quvvatlab, birgalikda o'sish, ular bilan birga va ertaga kuchli kompaniya bo'lganda biz ham o'shalarni ko'rib xursand bo'lib, biz ham qanaqadir hissamiz bor. Bormi shunaqa hozirgi paytda kuchayib ketgan va birgalikda boshlagan kompaniyalar? Bor, shunaqa kompaniyalar bor. Bu faqatgina xursandchilik odam biz o'zimiz bilamiz. Даже bizani mahsulotlarimizni shu chet elga elchixonalar orqali borganda ham biz ko'rgan, bu bizani mahsuloti deb faxr tuyg'usi bo'ladi. Faqat mana emas, balki hamma xodimlarimiz. Faxr bo'ladi. Nimaga desangiz, hamma xodim shunga hissasida ekanda, o'shaning uchun hamma xursand. Juda ham ishonch print kompaniyasi qanaqadir mehribon, mijoz uchun qayg'uradigan bir iliq obstanovkali, atmosferali joy deb menga shunaqa ko'rindi. Bu hammaga ham nima qilinmaydi, biznes kompaniya tuzish, bu bunaqa qadriyat bilan tuzish hammaga ham nasib qilmaydi. Wow, effekt bo'ldi. Va sizlarga yana bitta savolim, ishonch print faqatgina paketli ishlab chiqariladimi yoki boshqa qanaqadir xizmat turlaringiz bormi? Bizda o'zi ishonch bu matbaa xizmati, poligrafiya. Bizda ko'p turdagi reklama, to есть mahsulotlari vizitka bo'ladimi, birka bo'ladimi, katalog bo'ladimi, xullas qog'ozda nima ishlab chiqarilsa, hammasini ishlab chiqaramiz. Lekin asosiy yo'nalishimiz biz qadoqlash. Ya'ni paket va paketdan keyin korobkalar. Nimaga desangiz, bizda shunaqa mijoz bor. Aytadiki, men hozir mana mahsulotim shu, misol uchun chiroyli ko'ylak, juda ham qimmat ko'ylak, unga men hozir uni qadoqlashimga, xo'p, nima qilish? Korobka qilib berdik, korobkani ichiga solish uchun kalka qilib berdik, kalkani ichiga qo'yib, korobkaga qo'yib, korobkani keyin ya'ni paketga qo'yib mijozga beryapti. Shunaqa qilib reelslar snimatik qilyapti, то есть anaqada raspakofka chek, hammasini qilib, hozir moda bilasiz, uni ham anaqasi savdosi ham yaxshi bo'lyapti. Va uni besplatno odamlar отметка qilyapti. Shunaqa qilyapti, unga подписка qilishyapti, keyin undan tashqari trendga aylanib ketyapti. Demak, har bitta dizayner yoki bo'lmasam brend egasi o'zini brendini yana ham chiroyli ko'rsatish uchun uni qadoqlashi muhim. Обязательно. Men buni tushunishim bo'yicha, masalan, men mijozimga paketda mahsulotimni yetkazayotganim,
ko'proq mijoz haqida qayg'urishimdan ham ko'ra o'zim uchun, ya'ni o'zimni o'ylaganim uchun mani brendim shunaqa taqdim etiladi mijozlarga deyish uchun ham qilinadi. Chunki bu mijozlarga qayg'urgan emas, aslida brend o'zini pozitsiyasini mustahkamlash uchun ham qadoqlashga to'ppa-to'g'ri. nima qilish kerak? To'ppa-to'g'ri. Faraz qiling, siz ishlab chiqargan mahsulot chiroyli qadoqladingizda, bir misol men keldimda sizdan sotib oldimda, men uni boshqa insonga sovg'a qilyapman. Bu degan so'z birinchidan men уже sizga kelganman, siz brendingizni tanib ishonganim uchun keldim. Lekin men kimga sovg'a qilganim, u mahsulot olib kelgandan keyin qayerdan menga shunaqa sovg'a keldi degandan ochib qarasa, hammasi yozilgan. Logotipi bor, qayerda joylashgani bor. Bu degan so'z shu mijoz qo'shimcha mijozlar qaytib kelish anaqasini imkoniyatini oshiradi. Bu haydovchi reklama desa ham bo'ladi. U paketni hech kim tashlab yubormaydi-yu, qayta ishlatadi. Qayta ishlatadi. O'zimizda uyda qancha paketlar turadi? Imini qalin kartonli O'zbekchilikda paketi s paketami. Ertaga nima ichiga narsa olib beramiz. Endi u holda shunaqa chiroyli narsani tashlab yuborish. Va uni qayta ishlatganida bu sizni reklamangiz ketaveradi degani bu, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mahsulotni masalan turlari, narxlari nimaga qarab nima qilinadi? Men paket zakaz qilmoqchiman. Budjetniy varianti endi boshlayotganlar masalan nimaga qarab arzonroq paket yoki bo'lmasam qimmatroq paket, premium kачестводagi paketlar bor. Nimaga qarab belgilanadi ular narxlari? Narxlari paketni o'sha hajmiga, katta kichiknaligiga, soniga qarab va unda ishlatiladigan elementlarga qarab narxlar o'zgaradi. Bir xil mijozlarimiz bor, misol uchun yuvelirni do'konlar. Ular xohlaydi o'zini paketlariga tilla bilan yurg'izilgan yozuvlar, undan tashqari qanaqadir lak degan narsalar bor, o'sha konkret degan narsa va bo'rtib chiqishini xohlaydigan yoki o'yilgan. O'sha hamma narsasi u даже lentalarga yozishni ham xohlashadi. Lentasida brendning nomini xohlashyapti. Hozir ko'p shunaqalar. Bu hammasi bu masalan qo'shimcha qiymat qo'shilib paketda yanada ko'rkamli bo'ladi. Shunga yarasha endi narxida ham ancha o'zgarish bo'ladi. Ya'ni premium kачествоda juda ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Lekin endi boshlayotganda minimalizm qiladi. Ya'niki bitta razmer tanlagandan keyin bitta shu logoni tanlab, eng kamida 300 ta zakaz qilishsa qimmat bo'lmaydi. Ancha arzonroq tushadi. Ancha arzon tushadi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Ko'p mijoz kelganda qo'rquv bo'ladi. Qandoq zakaz topshiraman yoki qandoq zakaz qilaman, meni qanaqa qabul qilishadi degan ko'p anaqalar qo'rquv bo'ladi. Qo'rqish kerak emas. Bizga mijoz kelsa, logotip tayyor bo'lsa, biz uni qayta olib, rangini berib, ranglarimizni ko'rsatib, bizda mijozlik imkoniyat bor. Hali paketi ishlab chiqarilmagan bo'lsa, rangini hozir ko'rmoqchiman desa, bizda poligrafik bibliyamiz bor, ranglarni. Mana shu rang xohlayman desa, shu rangni biz qilib beramiz. Alohida kraska tayyorlab chiqarib beramiz. Agar logosi tayyor bo'lsa, sizlarning ishinglar ham tezroq bitadi va professional tarzda tayyorlangan bo'ladi. Qo'shimcha dizayn haqlarini biz olmaymiz. Faqatgina mahsulotimizni o'sha stoyimizga kiradi. Ikkimizda shunaqa imkoniyat bor. Mijozlar bizani ishlab chiqarish joyimizga borib, o'sha yerda rangi chiqayotganini o'zida ko'rib bo'ladi deyish imkoniyati ham bor-da. Чтобы nima desam-ki, qo'rquv bo'lmasligi uchun, qanaqa chiqib qoladi deb bo'lmasligi uchun. Shunaqa imkoniyatlar ham bor. Hali mening brendim shu darajaga yetdimi, paket qildirishim shartmi deb o'ylashligisi mumkin. Lekin boya aytib o'tganimizdek, oddiy hozir ustaxonasi, masterskoyi yoki bo'lmasam atelyesi bo'lmasdan turib ham uydan ham ishlanyapti. Brendini yurg'izyapti dizaynerlar yoki bo'lmasam biznes egalari va uydagi ishxonasiga ham bemalol paket zakaz qilishi bu uni yuzi hisoblanadi. Qarang, aynan hozir bitta narsa miyamga keldi. Mana shu masalan deylik, oddiy namoz ko'ynalar sotuvchi brend va o'sha namoz ko'yna, bitta namoz ko'yna sig'adigan darajadagi korobka, juda premium kачествоda emas. Boyaga aytganingizdek, anaqa stesneniyasi bilan bo'rtib chiqqanlari yo'q deylik, o'rtacha, hamyonbop tarzda, shakli ham katta, razmeri ham o'rtacha. Bitta korobka, uni kalka qog'ozi, nakleykasi, ustidagi chiroyli otkritkasi va uni soladigan paketi. Mana shu umumiy wow effekt beradigan, zo'r emotsiya beradigan bizdagi umumiy komplektimiz taxminan o'rtacha necha pulga tushadi? Xo'p, uni hajmiga bog'liq, lekin agar o'rtacha olsak, eng kami 300 ta deb
300 ta agar hisoblasak- ro'mol desak, demak kichkina paket bo'ladigan bo'lsa, taxminan shu где-то 50 mingga ham bormaydi shu atrofida. 50 ming, Da. 50 mingga ham bor. Bormaydi. Lekin qarang, korobkalarni kerak bo'lsa, masalan, bizda srochno bo'lganda oldik, bozordan 25 ming, 30 ming korobkani o'zini olamiz. Demak, hozir o'zini brendini urdirib, zakaz qildirsak, bu bizga qo'shimcha pul emas, naborot pulimiz ekonom bo'lar ekan. To'g'ri, doniga hisoblaganingizda bu juda arzon tushadi. Masalan, lekin o'zingiz uchun ishlatishga bo'lsa, to'g'ri, bir dona o'sha 25 ming qimmatroq bo'lsa ham olishga majbursiz. Lekin siz agarda bunda siz как tijorat sifatida o'zingizning mahsulotingiz bir kunlik emas u. Uni siz yil davomida sotasiz. Ana o'shanga hisobini olib qaraganda bu arzonga tushadi-da. Ancha arzonroq Ancha tushar arzon ekan, tushadi, ya'ni 300 ta dona masalan zakaz qilib berilganda. Eng muhimi, siz bozorlayotganingizda siz brendingiz bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Lekin o'zingizni brendingizga zakaz qilib bu narsalarni qildirsangiz, bu sizni brendingizga ishlaydi. Ya'ni biznesingizni rivoji uchun kelajakka investitsiya desa ham To'g'ri. bo'ladi. Bu bilasizmi, nakopительный effekt deydi. Buni bittada ko'rmasligingiz mumkin. Lekin bu narsa to'planib klientlar mijozlar ko'payavergan sari o'zingiz bilmay qolasiz qattanligini. Lekin shu как бы skrytый, как бы deyiladi, marketing bo'lyapti-da. Eng muhimi o'sha mijozingizni qondig'ini qoldirgan bo'lsangiz, chiroyli narsa, sifatli narsa qilgan va bergan bo'lsangiz, yana qaytib kelaveradi-da. Sababiki bir xil paytda shunaqa bo'ladi. Chiroyli kiyim olasizda, lekin qattaligini misol uchun siz bilmaysiz. Misol sovg'a qilingan bo'lsa. Bu holatda o'sha potensialni klientlar ko'payaveradi-da. Demak, tikuvchi dizayner o'zini atelyesini ochmoqchi bo'lgan yoki ishlab chiqarishini qilmoqchi bo'lgan nimalar hozirgi paytda zamon talabi juda ham kuchayib ketgani uchun u o'zini brendini nomiga ega bo'lishi kerak, logosiga ega bo'lishi kerak va albatta bu mijozlarga taqdim etayotganda qadoqlashi, mahsulotini qadoqlashi bu uni yuzi hisoblanadi va oldingi paytda masalan 10 yil, 15 yil oldin qo'l bilan sanarli darajadagi masalan 100 ta atelye bo'lsa, u faqatgina atelye deb yozib qo'yib, paketda ham olib ketaverishgan bo'lsa, hozirgi paytda bu xuddi обязательный narsa deb bo'lib qoldi. Bu nafaqat ajralib turish, boshqalardan qolib ketmaslik. Shunaqa bo'lib qoldi. Konkurensiya shuni majbur qilyapti mijozlar talabchan bo'lib qolishdi. То есть to'layotgan puliga ko'proq mahsulotdan tashqari ko'proq narsa olishgisi kelyapti-da. Albatta bu yana ham rivojlanayotganimizdan dalolat beradi. Bu boya aytganingizdek, salafanni ishlab chiqarib, salafanga solib berib, ekologiyaga o'zini zararini yetkazgandan ko'ra, yana ham chiroyli marketing, ham qo'shimcha daromad va tabiat haqidagi qayg'urishga qarasa ham bo'ladi. Hammasi foydali narsalar. Hammasi foydali narsalar. Bahodir aka, yana bitta savolimiz bor edi. Mijoz birinchi navbatda paket buyurtma qilayotganida nimaga e'tibor beradi? Ya'ni qanaqa ma'lumotlar sizlarga taqdim etish kerak? Avvalambor brend bo'lish kerak. Logosi, brend nomi. Logotipi bo'lish kerak. Agarda nobodi bo'lmasa, bizda hamkorlar bor. Biz ularga yo'naltirib o'shani brendlashga yordam beramiz. Xo'p. Logotip aniq bo'lgandan keyin o'sha konsepsiyasi bo'yicha qaysi rang уже tanlangan bo'lgan bo'lishi kerak. То есть logotip qilingan. O'sha rangga, то есть bizga logotip kerak, qaysi rang предпочтение, agarda o'sha logotipga asosan ushlanadigan bo'lsa, qaysi hajmda kerak. То есть razmer kerak. Asosiy mahsulotni qanaqa, necha kilogramm, qanday hajmga ega? Nima soladi, o'shunaqa ma'lumotlar bizga berilsa, biz shu ma'lumotdan kelib chiqqan holda biz ularga taklif beramiz. Masalan, meni o'zimda ikki xil yo'nalishda atelyem o'zini ish faoliyatini yurg'izadi. Bittasi sarpo liboslari, ularga katta veshelka sig'adigan darajadagi bitta paketlarimiz bor. Undan tashqari boya aytib o'tganimdek, umra kiyimlari. Unga kichkina korobka bilan mos o'sha kraft paketlar nima qilingan. Ya'ni shunaqa o'zini mahsulotiga mos sizlarga etsa, sizlar mosini taklif qila olasizlar. Chunki shunaqa mijozlar bo'lishi mumkin, nima qo'layotganini точно bilmasligi mumkin va kimdirga aytsa nima qo'layotganingizni o'zingiz bilmaysizmi degandek qilsa, odam zakaz bera olmaydi-da, sizlar tavsiya bera olasiz. Bizga aytsa nima sotishadi? Asosiy o'sha mahsulotni turi ham ko'p bo'lishi mumkin-da. Siz aytgandek shu to'y liboslaridan boshlab to kichkina o'sha ro'molgacha bo'lishi mumkin. Biz savol beramiz. Sizda qaysi prioritetda? То есть qaysi narsangiz ko'proq sotiladi yoki qaysi mahsulotingiz sizga ko'proq daromad olib keladi yoki qaysi mahsulotingiz sizni ana qilmoqchisiz, rivojlantirmoqchisiz. O'sha savollarga javob olgan holda biz taklif beramiz. Siz hozir buni qiling, hozir mana buni boshlab ko'ring. Buni keyin qilsangiz bo'ladi yoki mana shuni davom qilib
uchinchi variantini ham beramizda. Demak, ishonch kompaniyasini, ishonch print kompaniyasini kelajakdagi nimalar, qaysi sohada sizlar rivojlanmoqchisizlar? Shu haqida ham ozgina qisqa bersangiz. O'zi bizani korxonamizni 2004-yilda tashkil topilgan bo'lsa, mana 25-yil bo'lsa, уже 21 yil bo'libdi. Lekin shu qadoqlash yo'nalishiga biz shu 15-yildan beri kirganmiz. Shu yildan beri biz o'z-o'zimizga ishlaymiz, yangi texnologiyalarni olib kiramiz. Nima uchunki, ya'ni ishlab chiqaradigan proseslarni tezlashtirish uchun. Hozirgi paytda mijozlarning talabi ko'p bo'lgani uchun har xil qo'shimcha narsalar hali aytganda qo'shganimiz uchun bu vaqt oladi. Bitta paket ishlab chiqarish eng kamida 7 kundan 20 kun, 30 kungacha oladi-da. Shu narsani qisqartirish. Ya'niki 30 kunda emas, o'shani 10 kunda, 15 kunda qilish bu degan so'z tannarxni tushirish. Qanchalik tannarx tushirish bu texnologiya rivoji orqali erishsa bo'ladigan narsa. O'shaning uchun biz nima qilamiz? Har yil mana bu yil ham misol uchun shu may oyida biz выставкаlarga, o'sha ko'rgazmalarga boramiz. U yerdan yangi nima texnologiyani ko'rib o'zimiz taqdim etamiz. O'tgan yil ham shu anaqada ishladik, bu yil ham. Bizning kelajakda maksimalni ishlab chiqargan mahsulotlarimizni avtomatizatsiya qilib, tannarxini tushirib, mijozga hammomga olib qilib berish. Bahodir aka, demak, hozirgi paytda hamma uchun qimmatroq nima xizmat bo'lishi mumkin bu, lekin men tushunishim bo'yicha bemalol paketlarimizni o'rtacha 5-6 million so'm xarajat qilib turib, o'zimizni qanaqadir paketlarimizga, kichkinaroq paketlarga investitsiya kiritsak bo'ladi va shundan boshlab olsak bo'ladi. U yog'i biza xohlayotgan premium kачествоga qarab, katta kichikligiga qarab narxlar o'zgaraveradi. Demak, masalan, o'zimni paketimni qildirib chiqazmoqchiman deganda, unaqa katta summa emas, shunchaki o'rtacha 5-6 million summada zakaz qilishni boshlash mumkin. Demak, hozirgi intervyumizda o'zini brendini rivojlantirib, mijozlariga mahsulotini maxsus chiroyli qadoqda wow effekt bilan emotsiya sotib, brendini rivojlantirmoqchi bo'lganlar uchun juda ham foydali ma'lumotlarga boy intervyu bo'ldi. Buning uchun sizlarga katta rahmat aytaman va yana ham ko'proq ma'lumotlarni Fashion Forumda sizlardan kutib qolamiz. Xolos. Rahmat taklifi uchun. Rahmat. Bugungi intervyumizning navbatdagi mehmoni juda ham ko'pchilik tikuvchi, dizaynerlar va showroomi bor, atelyesi bor, magazini bor biznes egalari taniydigan Maneken UZB brendi asoschisi Iman xonim. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Iman, bugun sizga savollar bermoqchimiz, chunki sizni mahsulotlaringiz, sizni brendingizning mahsulotlari aynan hozirgi sharoitda, hozirgi zamonda marketing bitta instrumenti bo'lib qoldi. Chunki juda ham ko'pchilik showroomlarga, atelyelarga kirsangiz, remontiga ko'p pul tikib qo'ygan bo'ladi, zo'r brendini rivojlantirayotgan bo'ladi, lekin eng asosiysi kiyimlarni zo'r ko'rsatib beradigan manekenlarda yoki bo'lmasa veshalkalarda, umuman mahsulotini zo'r ko'rsatib beradigan narsalarda ekonom qilishadi. Aynan manekenlar har xil turlari bor, juda ham ko'p mijozlaringiz bor. Endi masalan atelyesini ochmoqchi bo'lgan, showroomini ochmoqchi bo'lganlarga qanaqa maslahat berasiz? Nimalarni tanlashi? Sizdan maslahat bo'yicha olishadimi narsalarni yoki определенный tovar bo'yicha kelishadimi? Hozir aytib o'taman, где-то ishimni qanaqa o'zim boshlaganman, где-то 5-6 yil oldin o'zimga maneken kerak bo'lgan, hech qayerdan topa olmaganman. Oxiri adamga zakaz qilganman, ketganlarda safarda bo'lganga maneken olib bering, hech qayerda O'zbekistonda yo'q, topa olmayman deb. Keyin adam menga 3-4 ta emas, 20 ta maneken olib kelgan. Men juda xafa bo'lganman. Buncha manekenni men nima qilaman deb. Keyin qarasam, o'sha тоже dizaynerlik sferaga o'qiganman, o'rtalarim olib qo'ygan o'sha 20 ta manekenni. Keyin davay lучше showroom emas, maneken magazin ochaman deganman. Hammasi против bo'lgan, ko'pchilik. Oyim ham nima qilasan? Hech kim ishonmagan o'rtoqlarim, "Vo'ymay ekan, bu aktualniy emas." Chunki bu yangi biznes modelda maneken sotadigan. Odamlar tushunmasdi maneken nima u deb. Tushunmasdi. Keyin oxiri, "Ne, давайте qilaman, потому что men o'zim kreativniy odamman, hech kim qilmagan ishni qilgim keladi har doim." Nafaqat ishda, hamma narsada. Hech kim O'zbekiston bozorida yangilik bo'lgan sizning mahsulotingiz. Ochganman birinchi showroomni, может kliyentlarim bilan Hamsada bo'lgan kichkinagina. Odamlar ko'chada o'tib tushunmagan, bu nima, qanaqa magazin, qachon kiyim kiydirasizlar deb. Hech kim tushunmagan.
keyin oxiri birinchi kundanoq уже klientlarimiz chiqib shunaqa rivojlanib ketgan. Maneken biznesi haqiqatda oldin faqatgina bozorlarda oddiy pari kiydirib, odamlar qiynalardi, klientlarimiz Plastmassa. ko'tarib kelishardi samolyotlarda, kargolarni bilmasdi, Turkiyadan, Qatlandandir bitta qilib u manekenlar sinib kelardi. Keyin ochgandan keyin juda ko'pchilik rahmat aytgan, juda ko'pchilikni ishi yengillagan. O'zimni ham shaxsiy nimam o'sha partnaskoy manekenlar bor, aynan tikuvchilik uchun mos manekenlarni mana bitta o'rtog'im Turkiyadan, Xitoydan zakaz qilishni bilardi, Taobao'ga o'xshagan saytlardan va zakaz qilib ko'rmoqchi bo'lganida sizdagi yaxshi sifatini sizni narxingizdan, sizda sotiladigan narxdan ancha qimmatga tushgan. Da, потому что odamlar bilmaydi, uni yo'llari bor. Kargo, rastamoshka, sinib kelmaslik, har taraflama biza juda ham qulay qilib, nima aytib o'tmoqchiman, yana bizning sfera B2B bo'lgani uchun biznes sferadagi odamlar har bitta detalni hamma narsani biladi. O'shaning uchun bemalol kelib ko'rsa bo'ladi hammasi. Solishtirib, yengillik xohlayotgan odam, kreativni xohlayotgan odam maneken UZB do'koniga boradi menimcha, baribir. O'shaning uchun bizning magazinda eng arzon narx bo'yicha va premium kачествоgacha bor. То есть odam klient xohlagan turdagi manekenlarni topishi mumkin. Hattoki birinchi robot manekenlarni o'zimiz olib kirganmiz. Nafaqat birinchi robot maneken va robotni ham ko'rgan bo'lsangiz, ko'rdingizmi? Yo'q, hali ko'rmadim. Menga bosh katta, hamma kreativni mahsulotlarni sizlar olib kelgansizlar deb. Shu odamlar bo'lib qoladi, klientlarning ichida hech kimga o'xshamaydigan тоже manekenlar topib bering. Ili bu klientga o'xshamasa, O'zbekistonda yo'q manekenlar olib kelib bering. Shu odamli manekenni bosh kattalarni kimlar oldi? Olishdimi? Da, bor magazinlar. Qaysi magazinlar oldi? Maxim Gorkida bitta klientim o'zim bilaman. Shunaqa kreativni olgan klientlarni bilaman. Yana bittasi тоже Toshkentdan. Volidammi anaqalari sizdan oldi? Volidam тоже oldi. Ha, qizlariniki magazini. O'sha katta boshli sizni mahsulotlaringiz. Обычно kerak подростковый deb. Как раз вообще tematikaga mos-da. Oldin masalan showroom ochmoqchi bo'lsa odam dizayn qilgandan keyin hamma o'sha dizayner qilib bergan nimasini hamma ham topa olmasdi. Lekin do'koningizga borsa masalan eng kreativniy nimalarni bemalol topa olishadi. Hozir shunaqa udobni qilib qo'yganmiz klientlarga. Noldan boshlab magazinni jihozlantirish mumkin. O'taydi. Stilajlar, veshelkalar, manekenlar, dekorativniy, o'taydi, hamma narsa bor. Mazza qilib ishlasa bo'ldi deng, faqat. Chetga chiqib qidirib yurish, internetlardan o'sha kerak yo'q. Ko'tarib yurish, uni olib kelish, sindirib olib kelish. O'zim bu yo'ldan o'tganman, o'shaning uchun klientlarim uchun juda ham udobni qilib qo'yganmiz. Harakat qilib. Hozir sizni nimangiz faqatgina men maneken UZB asoschisi sifatida emas, balki biznesini tavakkal bilan boshlab, chunki yangi mahsulot, yangi tur, biznesni yangi turi, tavakkal qilib, qo'rqmasdan buni boshlab, biznesini zo'r rivojlantira olgan, katta konteyner mol oladigan qiz sifatida biznes bilimlaringizni ham olgim kelyapti. Sizda biznesda ustozingiz, menimcha, tushunishim bo'yicha adezlar bo'lganda. Da. Ular sizga duh bergan. Hech kim ishonmagan, bitta odam ishongan. Даже menda qo'rquv bo'lgan, hatto qo'rquv bo'lganda ham qil, o'xshaydi, qil deb adam faqat tur bergan, kelgan. Bu yo'ldan shu darajaga bitta bo'lib oxiri konteyner olib kelishga o'tganman. Hozir juda ham katta konteynerda nafaqat Toshkent, O'zbekiston, Rossiyadan chiqishgan, Qozog'iston, Chechnya, Yevropalardan ham, lekin kargo degan narsa bor, muammo. Shunaqa. Ular masalan Xitoydan zakaz qilsa ham bo'ladi. Yo'q, imенно O'zbekistondagi sizdan zakaz qilish kerak. Ko'rsatib berish ham bor bu tarafda. Chiroyli, kreativni narsalar, hattoki meni partnyorlarim aytadi, dunyo bo'ylab ularning тоже partnyorlari bor, menga o'xshab. Aytishadi, что san boshqachasan, sani yo'nalishing kreativniy deb maslahatlar ham olishadi ular xitoyliklar. Qarang, sizda o'zbek brendlaridan yana qaysi mashhur brendlar bilan ishlagansiz? Mijozlaringiz kim? Maneken UZBning mijozlari kim? Hammasi bo'lsa kerak, dizaynerlar juda ko'pchilik. Hammasi tanilganlar. Ayting, o'zingizga plus bu. Oho, aytsam kelganda nechada? Ha, nimasi? Просто sanab o'tib keting, bo'ldi. Dizaynerlardan O'zbekistondan siz o'zingiz Gulchehra opa, Shahzoda Muhammedova, Istora, Dodora Kasimova, Sadi juda ko'pchilik.
juda ko'pchilik juda ko'pchilik. eng dizaynerlar baribir Da, sizga da. murojaat qilishadi. Boshida har bitta klientlar bilan endi ochganimda showroomni bitta bitta ishlardim. Keyin oxiri vaqtim kam qoldi, ulgurmayotgan odam o'shancha Ob'yom ko'paydi. ob'yom ko'paydi. Hammasini bolalar olib borishadi. Chunki siz asosan menimcha bozorni o'rganib, Xitoyni ham o'rganib, yengilliklarni olib kelishga harakat qilasiz. Nafaqat Xitoyni qatga chiqmasam safarga menga juda ham qiziq vitrinistika, vitrina. Agar maneka magazinlar bo'lsa, обязательно borib ko'raman, потому что bu meni ishim. Agar vdруг bo'lmasa, o'sha vitrinalarni ko'rib, nimalarnidir olaman. Turkiyada bilasizmi, rosa ham rivojlangan. Ular har bitta oddiy $15, $5 mahsulotlar sotadigan magazinlari ham vitrinasi juda ham chiroyli. Katta pulli tiqib tashlashadi. Ularda yoki arzonga tushadimi shu narsa va hammada ko'p. Bizda hammada ham zo'r vitrina yo'q va bemalol ajratib berish mumkin. Boshqa konkurentlaridan, boshqa bizneslardan ajralib turish uchun vitrinaga, mahsulotlarni reklama qilishga, manekenlarga e'tibor berishi bu biznesni shunday ajralib chiqishiga yordam beradi menimcha. Merchandising именно chet ellarda juda ham rivojlangan. Bizda ham rivojlanyapti. Maneken keladigan bo'lsak, Xitoyda bitta manekenni 10-15 ta fabrika chiqarish mumkin, lekin har xil sifatda. Именно o'sha mashhur brendlar ham Gucci, Louis Vuitton hammasi Xitoydan chiqadi u manekenlar. Da. Hozirda masalan bu soha rivojlangani uchun manekenlarni yana ko'pchilik olib kelish nima qildi va har xil turlari borda aslida manekenlarni hamda, lekin imенно siz olib keladiganida kezda olib kelishib sotishga harakat qilishyapti-da. Siz yengillik qidirib nima qilasiz? Boshida men konkurensiyaga qarardim, lekin unaqa deb. Hozir qachonki yengillik qilsangiz, har doim yengillikni ortida yuraman. Например, hozir boshida stilaj, maneken, veshilka bo'lsa, hozir уже LED ekranlar, robotlarga yanada yengillik kirityapmiz именно bu sferaga. Bu sohada rivojlanish uchun, qiz bola boshingiz bilan bu narsalarni qilish uchun sizda menimcha otangizda qoni bo'lsa kerak-da, ya'ni tavakkalchilik. Oilamizda hammasi biznes sferada bo'lgani uchun может o'sha berilgan menga ham. Lekin qanaqadir bundoq qat'iyatli, tavakkalchiga o'xshamaysizda. Nеженка qilsizda o'zi. Yana qimmat narsalar olib kelsam, aytishadi ko'pchilik, bu ketmasa-chi deb. Men aytaman, главное menga yoqdi. Yoqqan narsaga mehr bersangiz, o'sha narsa baribir ketadi. Baribir. Chunki bu sohada sizni tajribangiz bor. Da, tajriba bor, da. Demak, sizlarning sohangizda ham men prosta o'ylaganim, bizani sohada masalan hozirgi Fashion Forum asosiy maqsadi tikuvchilik, dizaynerlik sohasini rivojlantirishda va bu sohada bizni yetakchilarimiz deb o'ylayman-da, chet ellardan, masalan, o'zimizning atrofdagi qo'shni davlatlarga nisbatan olganda. Va faqatgina bizani sohamizni zo'r bo'lib rivojlanib ketishiga plagiat juda ham katta xalaqit beryapti. Va shu plagiat nafaqat bizani biznesda, sizlarning biznesda ham bor ekan. Plagiatni primo %100 ko'chirish, mahsulotlarni ko'chirish. Masalan, siz o'zingizni o'sha hozir aytdingiz-ku, LED ekranlar nimalar bo'yicha. Demak, showroom yoki bo'lmasa magazin ochmoqchi bo'lgan odamga to'liq 100% jihozlab berish uchun taklif qila olasiz. Da. Bemalol Nima mahsulotlar. uchun bizani mijozlar yana bizga qaytib keladi? Потому что men har doim качествоni birinchi o'ringa qo'yaman. Например, bitta manekenda aytib o'tgandek 3-4 xil narxi bor. Har xil fabrika, zavodlar bor. Lekin men одноразовый sotishni xohlamayman, потому что olgan klient baribir u manken eskiradi. Yana qaytib kelishni xohlab, eng zo'r kачествоni biz olib kiramiz. Haqiqatda masalan biz necha yildan beri sizda mijozingiz bo'lsa, o'zimiz necha yildan beri ishlatamiz. Manken bo'lsa yanada. Ha, boshqa nimadirlari ustidagi nakleykalar yomon bo'lib ketishi mumkin. O'shanda tikilgan ko'ynak yomon bo'lishi mumkin. O'sha maneken o'la qolmaydi, boshqa ola qolmaydi. Kачествоsi haqiqatda zo'r. Bitta manekenimiz bor. O'sha manekenni bozorda ham ko'rishingiz mumkin, bir xil narxda. Lekin kimdir может farqiga boradi, kimdir farqiga bormaydi. Xuddi o'sha narsa temiri, manekenni temiri, bizda temir, da, железный temir, stoyka. Bozorda sotayotgan narsa bir xil narx bilan u plastmassa.
odamlar o'sha narsalarga ahamiyat berishi kerak. To'g'ri. Men lekin o'sha temirligi uchun ham necha yildan beri tushib ketadi, nima qiladi va o'lmaydi. Lekin bozorga qiynalib yo'l kira, lekin bozorga qiynalib yo'l kira sarflab borgandan ko'ra o'sha narxga bizdan sifati zo'rni olsa bo'ladi. Sifat baribir muhim. Nu raqobat hamma joyda bor ekanda, siz raqobatchilikka qanaqa munosabat bildirasiz? Kimdir ishini как pul uchun boshlaydi, pul topish uchun da. Ama ishimni как hobby, yosh ko'rib ochganman. Удовольствие olaman. O'shaning uchun raqobatchilikka qaramayman, faqat yengillik kiritib oldiga intilaman. Demak, maniken UZBdan Partnaskoy manekenlar tikuvchilar nomidan gapiryapman. Partnaskoy manekenlarni yana ham yangi modellarini sizdan kutib qolamiz. Chunki hamma joyda bir xil bo'lib ketdi. Keling, shunga yangiliklar yana kiritaylik. Bir xil bo'lsa ham, imni bizadagi sifat hali hech kimda yo'q. Yaxshilab ahamiyat bersanglar. Men buni isbotaman, chunki necha yildan beri ishlataman. Maktabimizda ham qancha qizlar uni nechtalab qizlar, уже 1000 dan ortiq qizlarimiz bitta vaqt o'zida ham anaqa qilishadi. Nechta qo'lma-qo'l bo'lib ketdi-ku, lekin hech nima qilgani yo'q. Hattoki viloyatdagi filiallarimizga ham hammasiga shu yerdan olib berganmiz. Ko'pchilik o'ylaydi faqatgina magazinlarga yoki bo'lmasam dizaynerlarga kerak deb o'ylashadi manekenlarni, lekin aslida universitetlarga, o'quv markazlariga ham manekenlar juda ham kerak. Ko'p sohalarda kerak baribir. Sfera, uyga, особенно manbat, davlat tadbirlariga juda ko'p olishadi. Har bitta tadbirga. Prezidentskiy tadbirlarda ham maneken berganingizni bilaman. Da, hattoki bizani manekenlar juda ko'p muzeylarda bor, maktab, universitet, davlat tadbirlariga olishadi. Hattoki birinchi prezidentimizni kiyimlarini qo'ygan muzeyga ham olishgan. Vau, bu faxr beradi, конечно. To'g'rimi? Demak, maneken UZBdan boya aytib o'tgandek, yangiliklar ham kutib qolamiz va sizdan xudo xolisa o'zini showroomini, atelyesini ochmoqchi bo'lgan dizaynerlarimiz, tikuvchilarimiz rivojlanishi uchun ham mahsulotlaringiz bilan hamkorlikda ishlab olishi mumkin deb o'ylayman. Maneken UZB brendi bizani Fashion Forumi 1 va 2 mavsumlarida ham homiy sifatida qatnashganlar. Buning uchun rahmat aytamiz va 3-mavsumida ham homiy sifatida taklif qilindilar va hamma homiylarimizdan biza maxsus takliflar olyapmiz bu gal. Siz ham Fashion Forum kuni aynan bizani 800 ta tikuvchi va dizaynerlarimizga faqatgina Fashion Forum ishtirokchilariga beriladigan maxsus imtiyoz va taklif bilan kutib qolamiz. Eng zo'r taklifni beraman. Imенно 800 ta odamga 800 ta odamga chegaralangan paytda bo'ladi, chegaralangan imtiyozlar bo'ladi. Buni faqatgina 12-iyun kuni Fashion Forum 3-mavsumida olishinglar mumkin bo'ladi. Bugungi ma'lumotlar uchun Iman sizga katta rahmat aytaman. Bugungi ma'lumotlar haqiqatda o'zini atelyesini ochmoqchi bo'lganlar uchun yaxshigina ma'lumot bo'ldi va biznes taraflama ham o'zim ham sizdan ancha motivatsiya va bilim oldim deb ayta olaman bemalol. Rahmat katta. Yana ham ko'proq bilim va tajribalarni Fashion Forum kuni sizdan kutib qolamiz. Bo'ldi, rahmat. Bugungi mavzu siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar siz tikuvchilik, dizayn va hunarmandchilik sohasida chuqurroq bilimga ega bo'lishni, o'zingizni brendingizni rivojlantirishi va daromadingizni oshirishni istasangiz, sizni 2025-yil iyun oyida bo'lib o'tadigan Fashion Forumning 3-mavsumida ishtirok etish uchun taklif qilaman. Bu forum shunchaki seminar emas, bu siz uchun qimmatli tajriba, yangi bilimlar, ilhom va real imkoniyatlar maydoni. Nega aynan bu forumni o'tkazib yubormasligingiz kerak? O'z brendini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan o'zbekistonlik va xorijiy tajribaga ega dizaynerlar bir sahnada siz uchun o'z tajribalarini bo'lishishadi. Brend nomini tanlash, logo tayyorlash, sifatli birka va aksessuarlar, patentlash xizmati va paketlar bo'yicha mutaxassislar o'z maslahatlarini berib borishadi. Faqat forum ishtirokchilari uchun maxsus bonuslar va maxsus takliflar shu kuni taqdim etiladi. Marketing, moliya boshqaruvi, soliq tizimi, bank xizmatlari va hunarmand uyushmasidan maxsus maslahatlar siz uchun beriladi. Shuningdek, yangi xizmatlar, kontraktlar va siz kutmagan imkoniyatlar sizni kutadi. Fashion Forum bu tikuvchi, dizayner va ishlab chiqaruvchi uchun haqiqiy xazinali maydon hisoblanadi. Bu yilgi Fashion Forumning 3-mavsumida o'z joyingizni band qilish uchun video tagidagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting. Fashion Forumda ko'rishguncha.